ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz muhterem qarindoshlar, mübarek Ramazan ayida yana sizlar bilan yüz görüşdük. Allah'ın rahmeti bilan. O'tgan yilgi Ramazanda Allohga duo qilatdik. Xitoy zolimlarininki bizga silayotgan zulmining hissini dunyomi tuysun, insoniyat bilsin deb 70 yildan beri, 50 yildan beri, 30 yildan beri namoyish qilgan edik. Ammo duolarimiz ijobat bo'ldi. Bu yil her halde bütün dünya Xitoy virusining, Xitoy terrorining, Xitoy zolimlarining tahdidiga uchrab, bütün dünya, hatto ba'zilarining deyishicha to'pon balosidan keyin yer shari shundoq jimjit bo'lib ketgan tunji qitimliq deb aytuvdi. Bütün dünyada ciddi holat yuz berib, bütün dünyada Xitoyga qarshi xalqaroliq bir meydan şekillendi. Bu mu bizning duolarimizning ijobat bo'lgani. İnşallah bu Ramazanda hem dualarımız ijobat bo'lg'ay. Alloh xolis kelar yil Ramazongacha bütün dünyanınki Xitoyning zulmini, Xitoy imperatorluğuna qarshi bir kuch bo'lib shakllanib, vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligini ko'rishga Alloh taolo nasib qilsin. Chunki kundan kunga mustaqilligimiz, erkinligimiz yiqilishyapti. İnşallah bugungi xalqaro siyosatlardan, xalqaro vaziyatlardan buni ko'rib turyapmiz. Ama bu virusning chiqishi bilan biz yanalam insonlik sifatimiz bo'yicha vatanimizda shu jazo kamplariga, Xitoyninki zulm kamplariga solangan necha milyon qarindishimizni biroz unutib qolyapmiz. Ularning hissini biroz susilish qilyapti qalbimizda. Buning uchun biz shu kampida ayni vaqtida zulm chekkan, kampining ziyonkashligiga uchragan, bugungacha o'zining holiga kelolmayotgan qarindoshlarimiz bor. Şu kamplarda qarindoshlarimizni bu Ramazon ichida ciddi bir duo qilishimiz uchun va shuni qaytadan eslashimiz uchun bu ikki qarindoshimizni bugun ishtirok taklif qildim. Birisi hammanglarning xabari bor. Amerikada yashayotgan Mergül Tursun qarindoshimiz Mergül Tursun xonim, yana birisi Bahargul Celil xonim, Turkiyada yashayotgan. Bu ikkilan vatanimizda shu kamplarga shohid bo'lgan Xitoyning zulmini o'zi tatgan, şu kunlarni ko'rgan va chet elga chiqqandan keyin ham bir yerga mugib olmasdan, yo'shirinib olmasdan Xitoy bilan tuqqanlarimni texmo qiyin qisloq olami yoki ularga texmo jazo yurgizami deganlardan qutulib fidokorlik bilan jamiyatda jiddiy xizmat qilayotgan qarindoshlarimiz mana ko'rib turibsizlar. Bularninki qilayotgan xizmatlardan natijalarni ko'ryapmiz. Balki bugungi dünyadaki bir kısım çolpanlarının, bir kısım kişilerin ve bir kısım devletlerin parlamentlerinin Xitoyga karşı orun ilişi de elbette bu aktif qarindoshlarimizningki ulushi bor deb o'ylaymiz. Bularning tashviqoti bilan televizorlarda, şu hukumatlarda ko'rishishlari bilan undan keyin vujudga kelgan bir natijalarning birisi ular. Men so'zni bu ikki mehmonga beraman. Aldı bilan Bahargul xonimninki bir ovozini anglaylik. Bundan keyin Mehrgul xonim bilan suhbatimizni tamom qilamiz inshaalloh. Varlıqcha men programmamizning ovozi chiqyapti, qanday qilyapti, qaysi shaklyapti, uni kontrol qilaman. Assalomu alaykum Bahargul xonim, fikronimizga xush keldingiz. Assalomu alaykum bütün dünyadaki qarindoshlarım. Ramazan ayınla mübarek olsun. Tutuyatkan rozlarımız Allah Teala'ya kabul kılsın. Ben Gülbahar Cililova, Kazakistan vatandaşı. 1964 yılı 4. ayın 14'ü Kazakistan'da doğdum. Kazakistan puhrası. Allah razı olsun. Sizlarning yaqindan beri qilayotgan xizmatinglarni ko'rib turyapman. Birozdan keyin u masala to'g'risida biroz tafsiliy to'xtalamiz inshaalloh. Vaqtcha men bir inshaalloh ovozimiz chiqyapti. Ovozimiz chiqyapti yaxshi ekan. Bir masala ko'rilsa, ekran oldida qarindoshlar shu izlayotgan bo'lsanglar, birlardan boshqalarlik uchun biroz texnik masalalardan xoli bo'lmaymiz, ammo hozir yaxshi ekan. Va yana bizning qimmatli mehmonimizdan Mehrgul xonimni bir salomlashaylik. Assalomu alaykum Mehrgul xonim, ekranimizga xush keldingiz. Assalomu alaykum Husayn efendi ve ekran altındaki barliq qarindoshlarım. Hammalarning 2020 yılı Ramazan'a mübarek olsun.
Ramazan aylarida qilgan tutqaruzinglar, qilgan duolaringlar Alloh taolo hammamizning duolarini qabul etib, Ulu Xudoy murad maqsadimizga yetkazsin. Sizlar bilan to'g'rida yuz ko'rishganimdan nihoyat xursand bo'ldim. Allah razı olsun. Siz chet elga chiqqandan keyin Uyg'ur medyasida ko'rinmadingiz. Bir qancha medialarga chiqdingiz. Shu Uyg'ur qarindosh studiyasi tunji qatim chiqyapsiz. Men shaxsan sizlar chet elga chiqqandan keyin sizlarning hayotinglar, u yerda tatgan zulminglar, bu to'g'risida chiq ensirgan, ya'ni bir bo'lishni xohlagan bir shaxs. Chet elga chiqqandan keyin bir qancha qatim ikram teklif qildim, ammo sizningki vaqtingiz yetishmay qoldi, chunki Amerikada yangi chiqqan vaqtinglarda to'may shunday ko'p bir faoliyatlar bo'ldi. Undan keyin siz kampdan tunji qatim chiqqandan keyinlar mayli psixik jihatdan bo'lsin, jismoniy jihatdan bo'lsin, o'zingizning salomatlikka yaxshi emasligini angladim. Ammo qilayotgan xizmatinglarni ekranlardan ko'rib turdik hamda. Davomli xizmatinglarni ko'rib turdik. Shuning bilan men baknim qilmadim. Bu tunji qatim chiqishingiz Uyg'ur xalqi, Uyg'ur muhojirlari sizlarning u yerda tatgan jafoyinglarni bilishni aslida xohlaydi. Endi men pek ko'chilab so'mayman, chunki psixik jihatdan haqiqatan har qatim ekranga chiqqan vaqtinglarda yoki shu hukumat o'rinlariga borgan vaqtinglarda qayta tilg'ilingandan keyin odam yana bir qatim eslab bu jiddiy bir psixik hujum kuchaydi. Bu yerda sizlarni yana rahatsız qilishni xohlamayman, ammo biz unutib qolmasligimiz uchun shu kamplardagi million qarindoshlarimizni sizlarning og'zingizdan, sizning og'zingizdan anglashni xohlaymiz. Chunki bu virusning tufayli albatta xalqimiz biroz unutib qolyotdi. Siz o'zingizni qisqacha bir tanishtirib o'tsangiz, ya'ni undan keyin qachon chiqdingiz, ya'ni u yerda bo'lgan voqealikni biroz anglasaqmiki deb o'ylayman. Rahmat. Bo'ldi. Men amma tunuydan qarindoshlarım bor, tunmaydiganlarim bor. Men Mehrgul Tursun. 1989 yılı 12 ayının 28 günü Korlu Oblastının Çerçan ayısında tug'ilgan. O başlangıç mektebini şu Çerçan birinci başlangıçta o'qidim. To'liqsiz, to'liq o'ttir. Universitetning hammasini shu Xitoyning Guangzhou'ningki Zhaoqingda va Guangzhou shahrida shu yerda o'qidim 11 yil. Onundan keyin 2010-yili universitetni bitirgandan keyin Mısırga, Qayraga, Angliya universitetiga shu yerda aspirantlik o'qish uchun u yerga keldim. Va shu yerda to'y qilib 2015-yili 3-oyning 15-i 3 qo'shmaq farzand ko'rdim. Va endi bu 3 bola, 2 o'g'il, 1 qiz bo'lgan keyin ularni yo'lishimda ikkimiz beqishga tas keldi. Shuning bilan uydagilarninki chaqirishi va o'tinishi bilan ular bek chaqirib ketgandi, kelib yenib keldi. Shuning bilan 3 bolamni elib men vatanga qaytdim. Shu 2015-yili 5-oyning 12 kuni shu vatanga qaytgan vaqtim 13-yilda deganda shu Beijing aerodromiga tushdim. Shu Beijing aerodromidan taki Urumchi aerodromigacha Xitoydan 2 saqchiman bilan teng keldi. O vaqt kelganda men ularning saqchiligini o'qimayman. Ular shu biz senden azroq so'raydigan narsa batdi, biz sana yordam qilamiz, bolalaringni ko'tarib beramiz deb aeroplan men bilan teng chiqdi. Urumchi aerodromiga borgan vaqtda anan degan 3 bolani mendan ayirib ketib, meni shu ayrim bir uyga akirib, shu savol so'rab ishlar bo'ldi. Ondan keyin 3 soatdek savol so'rab qilib bo'lgandan keyin shu burunqi deganimga o'xshash beshimni qora xalta kiygizib, qo'limda ko'zlab ayrimchi ayrimdan achib ketdi. U vaqtgacha men bolalarimning na'adligini, nega akatganligini ama bilamadim. Hatta so'rdim. U vaqtda bolalarim imbatdi meni. Uchilisi salomatligi shunday yaxshi. Bu cho'ng o'g'lim tugab ketgan o'g'lim Muhammadning salomatligi bek yaxshi. Ammo o'g'lim yaxshi emaydi. Qolgan hozirgi ishki insonisi yaxshi emaydi. Oğlunuzunki vefat bo'lgan xabarini biz anladık. Çok dua kıldık inşallah. Elbette bu yerde biz siz cennetlik de petava yapacağız ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki şehitlerninki özünün kuşlarının 70 kişini tilip aldığanlıqını
cennetke kirdiganligini %100 imanımız var. İnşallah Peygamber'in sözü boyunca oğlunuz inşallah cennetke sizni ekirsun deb dua kılımız. O vafat İnşallah. boğan Xitaylar tarafından bu ziyankeşlik uçurgan o tarafına eğer söz açını kalsınız kiçikken deb basınız buldu eğer söz açını kalmışsınız meyli. Şu Hem anda de bizden bilgimiz var ama sizinki roy keyfiyatinizini bozup psikikanızın bozug'unuz yok. Ama deb basınız yaxshi bo'ldi çünkü bilasiz Uyg'urlarimiz tek umumyüzlük uyg'onmayyotidu. Maqsad uyg'otish. Xo'sh, buldu. Şu meni turmga akatdi. Şu vaqtda udul Urumchiga hijosan turma deymiz hamduni. Bilaminglar bilasizlar. Şu yerga akitdi. Alik turmga akitishalik ayrımdan beşimni xaltga yuzib ko'y sirib akagan ip manga jarayonda ayrımdan chiqib mashinada chiqadigan vaqtimizga men uni ko'rmayman. Qar xalta bo'lganlikdan. Şu kendimden iştirdi, ay maşinaga chiqdi. Bir narsaga putlashdim. Burnum boya qanşırım taraf şu maşinadan kendiga so'qilabdi. Şu yerdan shunun bilan sunib ketdi burnum boya. Og'zim jo'ba chaplaqliq meniki. Shunchalik og'irdi, ammo lekin o'zim bilaman dadimni. Men vaqiryanmidim, ovozimda bo'lgankim. Dedim. Alqashgandan tutiblam mashina ichig tashildi. Issiq bir narsalar tushdi, lekin shu qanot kiyimlarim qon bo'lib ketibdi. Uni ular bilmabdi. Shu turmaga apirgan vaqtda beshimdagi xaltini oldi, shundan bunun burni qanab ketdi. Deyish bundoq chaplab qo'ydi. Şunun bilan shu Urumchidagi turmada hisosan turmisda 2 oydan ortiq yotdim. Oxirgi qatam degan vaqtda shu 7-oyning 20-nachisi bo'ldi. Ular menga shu balang 3 balang ig'ir kesal, ig'ir naytibek salomatligi yaxshi emas. Shuningga shu sababdan oilangizni o'tinganlik uchun seni bir mazgil kepillik qo'yib berdik. Ammo sen qartsimlik ichida deb u vaqtda men borgan vaqtimda kimliklarga chekit qo'ygan ahvollar bo'ldi ekan. Qart chekit, juzranglik chekit, yeshil chekit degan chekitlar qo'yilgan vaqt ekan. Chunki men 2013-yili borgan pati 2015 qadar 2 yil bormadim. Shu qo'zoq ko'tarib, opalim tug'ib qilgan chaqqicha. Shuning bilan qarchik qo'yildi deb kimligimni bermadi, pasportimni oldi, telefonimni oldi. Anandan keyin u arliqda mening kenimda 2 odam bor. Shuning bilan men dadam Urumchidagi shu bolalar doktorxonasiga apagan kuni 2 balam alqmau ciddi kasalliklar bilinmadi ekan. Yana bir balam ICU'da bir uy bablarninki alayda bemorlarni kutish uyi shu yerda dedi, lekin meni kirgizmadi. Aynakdan faqat yiroqda balamning qarvatda yotganligini ko'rma, ularning nafsi bormi, yurak so'qildimi, hech nimani ko'ramadim. Kirgizmadi. Qolgan o'g'lim bilan qizimning ikkilasining bo'ynininki o'ng tarafidan bular manchilik yumloqda bir tanganing cho'nligida bular tuyish kechibdi, operatsiya qilibdi. Hozir qizimning baksa tatib qoldi endi. Degece hazır çoğungansın bu tatuk teximi çoğu mıdak gelini yep bir narsa kaymasın bulmaydı. Oğlumның o tatuk, yeni bir balamның onu çoğuraqken. Ertesi şu balam tügep ketdi, etdigen saat 6:30'da tügedi. Biz mayadның qancıq çıx ketdi, qutquzanmıdıq, hem yemeklik mağmıdı dep açtaq dedi. Şu qo'lamga berdi. Emniyet o balını ben köygende, o günü ettigende tüyep ketmeyen, can özmegen. Çünkü türmeden çıkıştım bir gün burun mening tushimga ayon bo'lgan. Şu bakkan 3 teshtikimning biri qurib ketib, teshtikim yerilib ketib, aşağı tush ko'ygandim. Men bir ish bo'ldiga o'xshaydi degan aytisi shu balamning o'ligini berdi. Ammo o balani besang silib to'nitib qo'yapti ekan bu Xitoylar. Shuning bilan badallarini echib ko'rishga mening qo'lim bormidi shunday muzallatda. Shundan bilan balani qo'limga oldim. Yo'q bu mening balam o'lmadi, tirildi. Men balamni emtiman, men yo'gab istayli deganim esimda bor. Qog'ini o'qimayman, shu o'shimdan ketibdim ha. Shunday qilib uni balamni Urumchiga shu musofirlar mazori deb bir mazar bor ekan. Shu yerga dafn qildik.
Onundaki iki balamni elep ötküler bilen şu vatanim yurtum Çerçenge, Korulun oblasti Çerçenge. Çerçem bilen Ürümçinin arlığı 1800 kilometr. Şunchaki yiraqlımdı. Çerçem belki yiraq. Şu Şarkı Türkistan'ın en yiraq nayısı. Şu qaytip ketken kündüm başlap Taki ikinci qatam men tutulan chaqichat men bir kun aramida emas. Uyda balllarım yig'laydi, ularni imtanmayman chunki 2 oy meni emmadi. Üstün ayrıldı. Baqamayaptım. Mening apam halash buta asta, buta mağamaydı. Qan tazatqan, börek almashtirgan. Bir dadam ishlaydi, akam ishlaydi, singlim Guangzhouda o'qiyotgan vaqti. Şunda balani beqishunda tez keldi, türmeden chiqib bir balam o'lib ketgan, bu ikkisi yig'layotgan, imtanmagan, menga hech qanday iqtisoddan yordam qiladigan odam yo'q, hech qanday amnas bor. Har kuni kirdi o'yliq saqchilar. 4-5 saqchi 2 soatda bir kirdi, 2 soatda bir kirdi. Shochidan kirdik deydi, mahalliy komitetdan, yezliq komitetdan kirdik, baza saqchisi, yez saqchisidan kirdik. Shunda jiq saqchi men faqat chidab bo'lmadim. Her qatam so'raydigan savollarga dokumentni ko'rdi, balani resim topdi, men resim topdi. Shuncha qiynaldim endi. Ya men bilan hech qanday aloqasigan yo'ldoshim tarafdan aloqasigan telefonim yo'q, sirtlarga chiqolmayman ashta. Keyin 2017-yili 4-oy kelgan vaqtida qaytadan bir shu Gobao deymiz biz endi davlatlik saqchi idorasidan qayta bir chaqirdi meni kapkatda. Shuning bilan balarimni apamni tashlab qo'yib bordim. Borgan kunim saqchixonada 3 kun saqchixonanki yarasi uyi bor ekan, bizning Charchan oilasiniki. Shu yarasi uyda 3 kecha kunduz meni so'roq qildi. 3 kecha kunduz uxlatmadi, to'qliq o'rindiqqa bir lavqodingizda bir o'rindiq bog'laning, yo'lvoz o'rindiqda. O o'rindiqdan ham o'zimiz o'ltirmiz. İki kolumuzni iki tarafga tumirdi qisidi, tutumuzdan qisidi, belimizdan bog'laydi. Ondan keyin ma gadan tarafda mundaq bir tumir mundaq tatidi amdi. Aslında holatda o'ldirib nima qildim? O'sha 3 kecha kunduzda 2 qatam o'birniga ochiqqan bo'ldi. O'birniga ochiqqanim arsaqchilar ochiqdi, qo'limda putumda ko'zi kishan ashla qarab turdi o'birniga kirganda. Teshidimi turmaydi, o'sha ishchi kirib qarab turdi. Xuddi men o'birning otishigini qochib ketgandek. Şu jarayonda nurg'un savollarni so'raldi. Ba'zilariga men nurg'un odamlarning, Uyg'urlarning rasmlarini ko'rsatdim. Men ularni tunimayman. Faqat bir tuniydig'im Rabiya xonimning rasmi. Shu Rabiya xonimni tuniyman, chunki men buni to'rlarda ko'rgan, sizlar televizorda qo'ygan vaqtda ko'rgan. Mening hech qanday aloqam yo'q dedim. Qolgan hech qaysi Uyg'urlarni tunimayman. Ama hozir Mayaga kelgan vaqtda, bu Amerikaga kelgan vaqtda, shu turmadan men rasmini ko'rib, men tunimagan odamlarni bu yerda uchratdim. Amerikada uchratdim. Siz masalan shu o'g'lingizni bergan vaqtida uni qanday sabab ko'rsatdi? Masalan, kasal bo'lib qoldilarmi dedimi? Boshqa tuqqanmidingizmi? Men so'rdim, bala nima sababdan tugab ketdi deb. Ular faqat qo'limga bir qog'oz berdi. Tugab ketgan qog'ozni. Halqa bala belki oshqozon og'zidan tomoq yemaganlik uchun bu yerdan tishib, bo'yindan tishib, oshqozonga tomoq mang'izdik. Ammo bu tomoqni hazm qilolmaganlik uchun tugab ketdi deb ashna. Doktorxonaga kirish sababini-chi? Doktorxona kirish sababini shu o'pka yallig'i deb ashna dedi. Amaliyotda ularning bir o'pkada masalasi bor. Unda tug'ilmagan. Misrda tug'ilganda shunday sog'-salomat tug'ilgan. Keyin men Mayaga chiqqandan keyin bularga doktorni intervyu qilib chiqadi. 2018-yil 4-oyda apam bilan akamni chiqadi. Doktorlar o doktor emas. Bu Xitoyningki intervyu bergan. Men muazzam mas'ul doktor degan doktor, o doktor emas. Men o doktorni yaxshi taniyman, bir ayol doktor. O doktor almat intervyuga chiqqan doktor, o balamning mas'ul doktor emas. O diagnozni men ko'rmagan, ular yolg'ondan diagnoz chiqaribdi. Bola o'pka yolg'idi, keyin saqib chiqib ketdi doktorxonadan deblam. İşte ular yolg'ondan bir narsani ishlab chiqadi, ammo bir Alloh biladi inshaalloh. Neticede Xitoy bizning bir farzandimizni o'ldirib etdi. Albatta, undan başlayan nurg'un farzandlarimizni o'ldirdi.
Bunun kısasını iliş Kur'an'ın ayeti boyunca siz mi okup bitkensiz. Feriz kıyamet günü elbette bunun sorulmaz erkekler meyli ayarlar olsun. Umumyüzlük bizge Xitay karşı köreş kılıç feriz ayın dep. Bunu petavasını piçik olduk. Afsus 100% muhacirlarning umumyüzlük bu feriz ayını kılanmayıvatkanlıqını mı dep ötep ketimiz. Çünkü feriz ayın amalini qilmasa elbette günahkar bo'lganligini mı deymiz elbette. Bundaqda siz hem daxil yaxshi o'qib ekansiz. Xitoycha, Arabcha, İngilizceniz mi bağlı değil mi? İngilizce. İngilizceni Xitay üniversitesi okugan ancha yaxshi emas, lekin Amerikaga kelib, bu yerda 6 ay biz okudum. Hozir xili yaxshi bo'lib qoldi endi. Allah razı olsun. Yani bizden iktidarlı qarindoshlarimiz pek köp chiqmaydi ekan. Chet eldimi iqtidorliqlarimi shu sanaqliq kishilarninki xizmat qilayotganligini ko'ryapmiz. Maxfiy xizmat qilayotganlar bor. Ama inşallah umumyüzlük bir xizmat ötep ketsek yaxshi bo'ladi. Sizlarning xizmatinglarni ko'rib turyapmiz. Men birozdan keyin sizning kampirga ko'rgan kuningizni, ahvollaringizni so'rayman vaqtcha. Bargul xonim ikkiroq kelma. Bargul xonim Allah razı olsun. Salomatligingiz yaxshi bo'lmasmi? Yana ikkiroqimiz keldingiz. Siz mi çetelek çıkkandan beri hizmet kılavatsız, ben onu görevatım. Ama sizinki mesela Ömer Bek 50 mi çetelek çıkıp şundak kesel olup ketken. Hazırgacha o kesel tügümeyivatıdı. Çünkü sizler kögen gün adetteki gün emez. Normal bizler mi hatırlayacağım bedenimiz sağlam emez mesela. Şuna olsun çıdap durup hizmet kılavatısız, başka devletlerge bağdınız. Türkiye'de nurg'un yerlik bağdınız, benim bilişimce. Bundan keyin çipip hizmet kılavatısız. Bununki nemesini bir qancha qitim medialar dediniz, endi men aşağıdaki qarindoshlarım bana havola qildi, sen qutulib chiqishing mumkin. Chiqasan bizning dardimizni ashularga yetkazgan deb ular siz orqali bizga elchi bo'libsiz inshaalloh. Ammo bu xizmatni ayt yaxshi qilyapsiz. Aşağı kirgen altınızını bir sorğum var. Yani aşağı ko'rgan kuningizni qisqacha deb bersangiz, undan keyin keyingi narsaga o'tsak deyman. Ben 1997 yıldan tartib men tijorat bilan boshlagan shu o'ljaliklar keyin Urumchilarga keyin ishqillarga bir tijorat qilib jo'natdim. Uning oldida men his qilgan 2009'larda ondan keyingi vaqtlarda bizning pasportimizni vizamizni tekshiradi. Pasport tekshiradi. Kechki kirandi, soat 10-11lar kirandi, yotoq kirib pasportimizni tekshiradi. Shu 2017 5-oyning 21-si men shu Urumchiga, vatanimiz Urumchiga bordim. Otel degan otelda tutib bir yotoqda yotdim. 2017'de 5-oyning 22'si saharlikda soat 8'da ishkini qaqdi. Qaqveda ishkini ochsam ishga axir bir ayol, ikkisi Xitoy, birisi qozoq. O ayolni Xitoy pasportini dedi, men pasport resepsiyonda dedim. Shu uzamdagi sumkamni ishim olmabdiman, quruq telefonim qo'limda dedi. Shu jugurab resepsiyondan men bilaman, uni oldi pasport tekshiradi vizani. Pasportni resepsiyon elib, pasportni mana desam, pasportim qaramida qo'liga elib, so'raydigan bir ikki savol bor, yuril dedi. Shu o'zlarining saqchining kichik mashinasi borga o'tirdim, o'tirib vaqtlarda bilmayman, bir Tanshurta rayon deb deydigan rayonga turibdi, shu Gobo. Keyin endi bildim Gobo ekanligini. Shu Goboga olib shu 8:30larda kirdik. Ishxonasiga kirib bo'lmasdan divanimda ishxonasida stolda o'tirdim. Ular mening telefonimni eplab ochib ketdi. Shu asosan mening telefonimni tekshirdi. Shu tushdan keyin soat 2:30lar bo'lib ketdi. 2:30dan keyin bu ishkim saqchi kirdi, bir qozoq, bir Xitoy. Kiriblar telefonimdan kimlardan aloqalar nimamiz tekshirgan o'xshaydi. So'radi mendan telefonni qachon olding dedi. Men dedim 2015'da olgandim. Dedi ular tekshirdi, hammasi to'g'ri keldi. Keyin jur dedi.
Akıstan ayışmağdım. İşte men apadı yarastık düştük şu önümde aşağı babada. Yarastık düşüydük ve keyin bir üstel jol bas diyen bir üstel var. Aş üstelde otağımda şu günü men başlandı. Düştün keyin şu üstelde otağdım. Aldımda tönürstelde aldımda aşağı sorak başladı. Şu menin tariximda yazdı. Sen qayerda oldun, qancha balang var, namaz o'tamsa, Türkiye'ye beripsen, nimsatlardan bardın, kimlerden görüştüm. Ben Türkiye'ye barmıgan. Hakikaten Türkiye'ye barmıgan. Aşlasan ya ayıp atsa sen Türkiye'ye beripsen, kimlerden görüştüm. Namaz o'tamsa şu balalarımla qayerda okudum, qayerda turvatma hemmisi yezip. Keçse saat 11'de bu ketdi, imza attı. Başında o bir dosya ne kompüterden biz çıkardı. Hemen bular dedim ben Rusça okugan, ben Uygurca, Xitayca ben bilmeymen. Ben advokat berenler, advokatın közü ben kol koymayman, ben nim yazılanlarını bilmeymen dedim. Keyin bular bana xafa bolup, aşağıda tılap meni, aşı üstelde. Aşı qağazlardan dişimi urup, keyin imza atmasan, hep tutbaqda imza attık. Ben yap atmayman, advokatın kolçman imza koymayman dedim. Bular tepkip ketdi. Jurdaplar şu gitse saat 12'de bolup kaldım ekan, saat qaramadım, saatim yok bu yoqda. Keyin iplamadı bular. Jurdap imza atılgan yerga apırma deganini bilaman. Keyin bular noquşturup apırıp kichik mashinasiga yana taxsin o'tag'izib apardı Penken degan türme var Urumchida, 3-chi türme ahaqlarniki shu yerga apardı. Buni men Penkendan keyin bildim, aşağı qizlarni sordum. Bir tür apaga vaqtda saplı tömöşük. Apaga vaqtda saplılıqı her bila turdu. Her bilanın yerinden aşağı qağıldı özünün qağıldırın köstedi bizden kirgezdi maşindan. Keyin saraqlatlıqı tömöşükler içildi. İçilip men akırga vaqtda aşağıda kompüter var, aşağıda bizni tizimlatdı aşağıda türmede. Meni şu vaqtda şu kompüterga kirgizib ketdi, meni Gulbahar kelib deb 0 nomer şu yerga berdi. Mening 0'im yo'q, men bilmayman. Bir uzun bir nomerni bir qog'ozga qo'limga yezib berdi. Ham shu kompyuterga ash meni Xitoyning fuqarosi deb kirgizib ketibdi, 0 nomer berib. Kichigi kirgazdi, ashdan kirgizib ketdi va o'sha ayollar necha soqchilar o'sha ketib turibdi, shular akirdi. Akiriblar meni kimani yeshsa deb o'zlarining bir seriq kopta bilan bir sportchilarni berdi. Keyin bir quti berdi. Nima o'sha ahaq soqchilar bir uyga akirdi, kichkina bir komnata. Ayol soqchilar, ahaq soqchilar o'sha yerda sudikni qutiga nim qildi shu. Shu qutiga berdim sudikni. Ular o'sha yerda tekshirayotgan ig'royoqmi, ig'royoq emasmi? Agar o'sha ig'royoq bo'lsa, shu yerdalar doktorni bor ichida balni evit qilgan aşık sırtqa açıkmaz aşağı lagerga solaydı. Aşağı üzerine kiyimimle yeşil bir çakmak sumkası selip özlerine aşağı kiyimlerini begalakta şakta hemiz qarab dedik ki üç ketim aylandı de tırtıkla bağımı ya operasla bağımı da qardı. Yani aşağı kiyimlerini fırtıkla için işimiz demez başını kiydim. Kiyimle analiz aldı. Kanını aldı işkiyerin. Kolumdan, bağırmağımdan, neyeden, tomodan, çoğun tomodan aldı. Keyin mındaq bir şakıldap durgan bir sürekli sürüştü başladı. Bu yağış okşaş bir nime mındaq. Çap kılıç. Sürekli düşedi, sürekli yaman uzak düşedi. Bir nime mındaq durup, bakımda, mayını bakımda, mındaq tutup, her türlü közümün nurunuma sürekli düşedi. Keyin men ağırlık meni topshirayotgan soqchilar ahaqlar ketdi. Meni akirdi. Akirgan vaqtda birinchi qaytdim 704 degan kamera kirdim. Akir bundaq ishtirvatdi. Ikki tal to'nish ichildi, ishtirvatdi. Ishtirvatgan vaqtda qarasam qizlar banda turibdi. Yatida o'rni yo'q. Men buni kompyuterdan yig'ib chiqqan vaqtimda buxgalteriyaga vaqtda kompyuterni internetdan topdim. O'xshash mastaq kamera. O'xshash mana mastaq kamera. Mana xiyada bitta koridor bor ichida. Nechada yatadigan o'rin yo'q, qizlar banda turibdi.
Neydi Benjamin üstüde yokka yok, muşu tömen üstüde kızlar kılıçta giyipti. Alka kızlar o rızınkılıkka kirgen vaqtda çarşılar hemmesi uzun bolgan ki rızınklarını iv aldım. Hemmisine çarşılar koyuqluk, o kızlarını görüp ben ya sarın bolup kaldım ya bir sarın hanım meni ekepti. Olka ben vaqırap jığıladım eşedi. Vaqırdım, nem boldu, kaya aldım da vaqırdım. Eşedi yipu, alta dежурный kızlarını Xitaycha yipu deydi. Yipu kız Türkle jenip, elimge kep jığılmaq jığılsın vigüy kıldı dedi. O vigüyünün bilmeyini jazalaydı. Jığılmaq jığılsın jazalaydı. Bizim hiç qanday günahımız yok degendeki. Qarsam eşedi kichik kızlar var. Aş kızlar qarab günahımız yok degendeki men biraz vaqtdan keyin tasirdim. Keyin bu sözü şey desem sözüme deb aşağıdaki yipu kız hemmisini düşen dedi. Çünkü biz okşaslar, biz okşaslar solap koygan kız hiç qanday nemesi yok. Hem de Xitayçısı yaxşı bolgan ekan, dежурный kız qilib qo'ydi ishkadan. 2 saat men yattım, 2 saatdan keyin men dam tutdim. Hem de 2 saat yattay demler, dam tutib 2 saatda nöbet bo'yicha turimiz. Şu vaqtda ketsa 4 saat uxlaymiz bir kunda. 5:30 bizni 9 verdi. 5:30 yetib saat 9'da olmaş verdi. Çünkü olmaşını ben yemedim bir tal molma küçük, almadak molma kapkara kıt ketken olmaş verdi. Olmaşını stoğa onun işkisine çalap da verdi. Onu birinci gün bolgan ben yemedim. Saat 10 ve 5 saat vakti şadenşi demin dedi. Hemen mesela peydi tutup Türkler 10 neçidek ayollar geldi şadenşi başlıklar gelip işedi. Kits kelganlar bormi, kirganlar bormi dedi. Endi kits kirganlarni kimlar kirdi deb o'tay. Yipu qiz raport berdi. Mening putimda shu vaqtda kisha yo'qdi. Shu kuni soat 10da putimga kishamni soldi 5 kiloluk. Shu kishamda men 1 yil 3 ay 10 kun turdim. 1 yıl 3 ay 10 gün. Shu bir oygacha 3 ay bo'ldi degan kuni birinchi qatim meni savol qo'tatdi. 3 ay bo'ldi degan kuni. 3 oygacha men ham beshaqda ko'rdim. Ko'rmagan kunlarni ko'rdim beshaqda. Bir oy bo'lmasdilar bizim beshlarimiz pishqirishib boshladi. Bu yoqda suv yasak, suv da yo'q, juyundiga yer yo'q. So'q suv oqadi. Ya qog'oz bermaydi. Bir oygacha bizim bedellerimiz, mening bedellerim yarım biz ketdi qishqaq yara. Bedellerimizga pishtilar bo'lib ketdi, boshlarimiz pishtinib ketdi. Shu vaqtda bir oy bo'lganda bizni chechimizni tushiribdi. Hamma ular bir tobdan keyin ular dedi, koridorga ochib ishaqdilar, mashinalar tushirib kirgizibdi. Keyin men dedim, "Son chechimizga huquqimiz yo'q" deb shu vaqtda. Bir oygacha ishaqda qizlarni kirgan kundan tortib ishadi. Qizlarni bir kunda 3-4 qizlar ochiq ketadi so'roqqa. So'roq demaydi, ismini ataydi, deb ishkiyliq bormiz. Baga vaqt 46 kelib ochiq ketadi. Ochiq ketib 24 soat, 72 soat kirmagan qizlar bor. So'roqdan keyin kirgan vaqtda ho'shlik kelamay. O doktorlar kelib menga bir nimani surtganlar, ishlatga ripo qizig'i berib surtganlar, ho'shlik kelgizdi. Qashaqdan yurak keseli bo'lib da aşağı qon besimi 200 hozir mana 4 kun bo'ldi 200 dan ham tushmadi. Aşağı taşlar keselde bo'lib qoldim. Ko'rib aşağı so'roqdan kirgan qizlarni kimda timoqlarni yurib etib 10 timoq yurib aş 11 ming qajal qizlar aşağıda. Qizlar kirib ular bir peşindelerimiz ya, işimiz ağırlık bir işine salıklamayız ya, uygun sözleştim yasa. O sakçıların Uygur Xitay arlaşma o doktorlar mesela. Ulan amanda bir iç ağrıp sizlerge biraz benim kılıp kılamdı hiç qanday bir iç ağrış keyfiyat yok mu? Yok ama ulanın üstüde, ulanın nazaret üstüde. Ulan de bir nimqilay dese, ulan maşakam lagerin solaydı, ulan deydi, bir şirketim dedim mağına. Eğer biz da kısa kızma kiyimimizin, o sakçı kiyimimiz giyip size okşaş
kamerda içinde otasak buldu degenlerini anladım ben özüm kulağımdan dedi. Hem aşağıda lagerda bir Facebook'da işleydiğin bir kız kırdı, bir çokan kırdı, 41 yaşlı. Aşı çokan dedi, bizge maslakla dedi, eğer sizler boysunmasanlar, sizler lager kızlar kız endi bir şirketin boysunmak diye şu kızına lager aytamiz. Facebook'da işleydiğin kız. Hem yakta endi bir haftada bir bizge çıkıp aldım darı berdi. Öz kısaqçılık neydi? Aşı lababa. Alba suzlandıqama ba. Eğer Uygur söylesek, ular bizim cazalaydı. Aşı lababa. Lababı peyde turunlar deydi. Nim üçün biz formanizmimiz peyde tükürlepli peyde turumuz. Peyde turup işte küçükken tüşük var. Tüşük kolumuz çıkarımız. Özürün suları var. Su verdi. Çıkıtal darı verdi. 10 günde bir gelip aşağı kolumuz mı da uzun tüşükte sonumuz aşağı kan aldı. Hem neyse bir ukol saldı. Neme ukol dep sormayınız. Şu keyin aslında bir aygacha nim qilsak, his qilsam men o'zim aşağıda kızlarning adetleri keladi, adetler to'xtab qoldi. Aşağıda yana tug'ib ayollar bordi, sutlari oqatdi, ashlarimiz sutlarimi to'xtab qoldi, sutlar oqmay. Hem hozirgacha men bir nim deydi, chiqib keldi, narsa deydi. Onu kalmayan bir nim deydi, narsa deydi, keldi, usullar aşağılar bo'lib ketdi. Asli Üylenme. Aslim keme üylenmesine ballarımla ısrarla desem istemedi. Kudu ben özüm iskanım. Kudu aşılarım için aşkımın için tuğlu beşer üskendek istek. Aşı karavı yani aslında şu ya günden borunu gömeğimiz ya hava yok. Aşı karavı üyde başta yamanım. Olup şaşmakta. Yamanım başta ya bir yok. Ya bir adı kışlar yerimiz yıpırlık. Bunu o burada eyle. O bunun işi yok. Aç bırakma içine. bu burnunun ışığı yok mu? Yok. Sizden ben birazdan keyin sorayım. Ben Mergül Hanım'a söz vermem. Hakikaten bu berdاشlik belgeli bo'lmaydigan bir mesele. Aslında bunu sizden sorayım Mergül Hanım. Yani eğer halsınız biraz dep birin, halkımız biraz bundan xabar topsun. Burun Xitoylar bizning xalqimizningki bir qismini ashundaq jazolaydi. Ammo bizning Urumchi teatrda, Qashqa Hayitga maydonda, Xoten Cho'qu bozorda qo'lchi tashlabkida Uyg'urlar xotirjam to'yini o'ynab, xotirjam usulni o'ynab, naqshisini aytib ketavergan edik 40 yil mobaynida. Biz 1979 man 40 yil mobaynida turkumlab Xitoy ashtaq odamlarimizni yo'qotib etdi, ammo xalqimiz g'aflat deydi, anglolmaydi. Chunki tashviqot qilinmagan, tashviqotini qildigan odam yo'q, turmudan chiqqan odamni deyolmaydi uni. Desa yana kirib solab qo'ydigan ish yoki tuqqanlarni. Ashundaq bir holatda yashadik, ham bugungi kun kelganda ham chet elda buni angladik. Bunga albatta cho'qim bir tadbir qo'llanishga tegishli bir ish. Sizning og'zingizdan anglaylik hamda. Sizning tug'an yeringiz farqlimi yoki undan meg'irmi degandek. Mening hozir tug'an yerim shu Gulbaradam degandek shunga o'xshab ketdi. Ammo men turgan lagerda ayollar bek chiqdi. Bizni turmaga olib borishdan burun doktorxonaga olib borgan. Doktorxona bizniki Charcham naylik doktorxonaga olib bordi. Shu yerda to'rt saqchi asta yalab olib borib qo'limizda, putimizda ko'yza, beshimizda xalta, o yerdan qon oldi, sudik oldi, anandan keyin bütün alqima baliyatxona bichog'i tushirdi deb baliyatga tekshirish qildi. Anandan keyin yani bir ayrim bir uyga akirib mushtaq putimizni tug'digan holatda putimizni kerib yotqizib qo'yib belimiz bilan putimizning orliqidamdaq bir pardada to'sab qo'ydi. Shu saqchilar biz bilan birga bor ashada. Ular shu anlaması hammadan bilganligida biri ishimizga bir narsa sog'an. Mening ashtaq ishimga bir narsa sog'an. Ammo u vaqtda bak qo'rqandim, meni o'ldiradigan o'xshaydi bular deb ashtaqnim qilgan. Keyin ishim bir narsa sog'andan keyin shundoq bir og'irgandek bo'ldi. Men u yerda voqiramadim.
egizim ona yumlaq bir narsani ishlatib qo'ygandi. Keyin u yerdan qo'yib tekshirish qilib bo'lgandan keyin shundoq bir qilib tutqunimga mag'dur yo'q holatda ashuna holsizlanib ketdim. Men mangamagandan keyin kendimden birini tepdi, tur o'rningdan o'zingni ko'tarib ma'g'in bizini ko'taramaymiz deb. Shundan ikki qo'ltiqimdan yulib oldi. Ashta akirib pastki ashunaylik doktorxonaning yer ostida qimdoq eksayatda bir tushirdigan bir mashinadek bir narsa tushirdigan bir uy bor. Shuning ichida bir uyga akirdi meni. Akirganda u yerda nurg'un 7-8dak ayol kishimi, er kishimi bilanmadan hammasi qip-yalang'och holatda keyinni qilib turibdi. Kendim oy Xudayım dedim, o yerden benim şu qip-yalang'och holatga onamdan tug'ilma holatga akeldi. Anandan keyin mavvalqi peshonam tarafga, ichki do'limga, putumga, qo'rsqim tarafga mundaq suyuqlik bir narsani surkidi bir qog'ozda. Shuning bilan bir aynak uy bor ekan. Hozir mundaq Amerikaning mavo boshqaning aerodromlarida bor bir yerdan sirtdan aerodrom kira bo'lsa bir aynakdek bir uyning ichiga kirib o'tidi. Ashningga o'xshab ketadigan bir narsa. Şu aynakning ichiga kirdi, kirib turgandan keyin shu mundaq ağız yapıldı o aynakninki. Ama buzdak bir narsa qo'yib berildi. Shu 10 sekund o'ngdan solga cho'glatdi. Cho'glatish jarayonida qo'liqim anglamaylik gastaklam hamma itilib qoldi ekan. Andan keyin boshqa eshikdan ochilganda chiqdim bu bir inglizcha bir xat yoziqlikka ustiga men onun nima deb yozilganini o'qimaydim u vaqtda inglizcham yaxshi bo'lmagan ekan. Uni bu yerga Amerika hukumatiga deb bergandan keyin u uskunning nimaligini tekshirib topgan o'xshaydi. Nima ekan? Hozir men aniq emas, shu hozir biz Amerikadan kirgizgan narsalar hozir Xitoyga sotishni to'xtatdi dedikin men uni aniq hozir o'qib uni berib surish qilish vaqtim bo'lmadi hozir. Nimaligini men o'qimadim. Lekin shu bizlarga kuzatishga ishlatgan Amerika Hikvision kamera deymiz Xitoycha Hikvision deydi. Mashayantula DNA tekshirishni elib ishlatgan mashinalar, uskunlarning hammasi Amerikadan kirgizganlikka bo'lmayadi dedi, ularni to'xtatdi sotishni. Hali mashinaning nimaligini menga deb bermadi. Nimani aniqlaydiganini menga deb bermadi. Shuning bilan u yerni ochib, beshim 46 ko'zib meni udul charchanaylik tutib turish o'rniga apadi turmaga. Shu yerga apirib necha darvozadan kirgandan keyin ichida bir uyga ikki er kishi, ikki ayol kishi hamda sizlarga davri ular Uyg'ur. Ayni vaqtda men malaq boshqa millat deb nim qandim. Uyg'ur bizning mening kiyimlarimni yana o'zimdan kelgan kiyimlarni soldirib etib shu Gulbaradam degandek o'xshash e'lon holatda cho'g'iltib tatib bormi yo'qmi anadan keyin Xitoyning ko'k turma kiyimi u vaqtda men ko'zgani ko'k kiyimni kiygizdi. Shuning bilan Çeçim menen çürük aletdi. Doktorxonaga apirishdan burun meni toksik o'rindiqqa chatgan 3 kun so'roq jarayonida. Toksik o'rindiqqa chetib, meni o'slandirish bir dorini berib, nima savol so'rdi. Men uningga nima deb javob berdim, u esimda yo'q. Chunki dorini nima qildigan dori uni men o'qimagan. Andan keyin shu doktorxonaga bir tekshirish qildi. Keyin turmaga apadi, apir ko'k kiyimni almashtirib şu o türmenenki sakçıxan bilan türmenen kendiki öy qarsanız bir qavat. Amma türme kirishdan avval biz yarastığa kirdik emas. Yarastığa kirib tutunu kötür, o'ngga qaril, o solga qaril, shu qadam mangdab ashundalikda men ko'rmadim yo'lni, xalta bo'lgandan keyin ashunda chiqib ustiga chiqdi, chiqqan vaqtda beshimlik xaltani avatdi. Keyin meni 210-lagerga suladi. 210-lagerga kirgizgan vaqtimizda shu teşideki işik, tümür cesartılık işik. Onun işi de mançılık bir qiyinlikta, şunak bir 10 santim demdik muamda, şunca qiyinlikta bir tümür işik var. Şu cesartlıkını içip, şu tümür işikini açqandan keyin hamma ayollar ular qarashqa bo'lmaydigan. Maşda qulimizni gashgimizga ilib, dumlam qilib, keynimizga o saçlarını ko'maydigan. Keynini qilib, dumlashda o'tirdiganmiz zo'ngzuyib, o'ltirdi. O'tirib shu meni ishik kirdab kirgizvatdi. Anandan keyin beshimdagi xaltni evitib, "Mavo bugun kecha dijorunda turmusun, navbatda turmusun, bugun kecha bu turmusun, o'lib qoldi bo'lmasa" deb ashaqda chunki meni baq qiynayotgan vaqt halim bek bo'shdi. Kirib, men shu Gulbaradamdek kichiki 17 yosh u yerdagi, cho'ngi 62 yosh. Men hozir rasmiy nurg'unlarning ismlarini unutib qoldim. Gulbaradam degan o'xshash menga yuzgan sog'an do'rlar dakchiq bo'lgandan keyin
Burun xili isimde battı. Patugül'ün isimde kaptı. Patugül 23 yaşlık ayal tügep ketken ayal. Qağalarının isimde mi yok. Şu kirgen vaqtimda hamma ayallar aştağılık kiyimleri juljappa, tulqırnalık işdallara qan, şundaq qasmaq, yüzlerini oyuldan böyle yük baxmaz, şundaq sesliqliqlarının içi adam degan sıkılıp turdu. Men kirgen vaqtimda 60 necha ayal barkan to'q. Shunchalik qo'rqib ketdim men. Men qo'rqib meni urdigandek, meni bir narsa qildigandek qo'rqib ketdim. Men o'tnib qalay, menga tegmanglar deb ashlab yig'lab ketdim. Yig'lab ketib ondan keyin yerli yiqilib qoldim. Bir achash yurdi meni. Yurab yig'lasangiz sizni kishallab qo'ydi. O'rindiqqa qadab qo'ydi dedi hamma dedim. Shundan boshqalar menda bir narsa men akirgan turmaga akirgan er Uyg'ur saqchi dedi ma yeydigan bir narsanglar bo'lsa beringlar menga 2 kun bo'ldi bir narsa yemadi dedi bir ayol mening tiqib qo'ygan momam batdi shuni yesin deb akab berdi u moma qop qara ketib tashdek bo'lib ketgan mening yeyish tugul qarashga muroyim bormidi men yemayman dedim shuning bilan shu kecha men dijorda turmadim qolganlar hammasi shu 2 saatda bir dijorunda 20 dak adam o'rturdi. Qog'inimiz o'ltirimiz, o yetishqa bizga mumkin emas. Gulbar adam yatqanka bizning yatqadagi holimiz yo'q. Shu siqilib o'rturganlar o'ltirganlar o'ltirib. Shu jarayonda mening putlarim ishib ketdi. Putimda zanjir bo'g'ashqa putim ishib, zanjir petib, qonashqa boshladi. Hozir qadar hamda kechida yotsam, tizimning ostini yo'qdek lamashda his qilman. Qat'iy issimaydi, shunda bek og'riydi hozir qadar. Qanotni yo'q ketdi, shuning bilan bir apash dedim, mening jingim tarafninki ozroq yirtilibdi, mashina tumirning ostida qistirib qo'yayli, bo'lmasa putingiz bak ig'irlanib ketadi, yar bo'lib ketadi deb shuni qistirib qo'ydi. Qistirib qo'yganlik uchun uni kamera ko'rib qolibdi. Bizning to'rt atrofda kamera bor, bir to'shik bor, shu o'birni hamda ashning tarat qilamiz, qog'oz yo'q, aytidiganga, suv yo'q, yuydiganga. Bizga suv bermaydi, yo yuzimizni yuyolmaymiz. Ashunda onun içinde 20 neçedek ayalının çeçi yok, takır başladı. Qalan ayallarının çeçi çumuş kulağının tüyde, lekin şundaq bir xil sarangdaklı bo'lib ketgan. Çünkü taraş hiç mi bo'lmagan, hiç mi akargili bo'lmayotgan u yerda. Keyin o ayallarning chechini ishikdan beshini bir-birlab kelinglar deb beshini tortib bir-birlab bordi. Qo'y qirqilgan yo'q, 11ning baka shunda qirqiblam tushiryapti. O ayallarni yig'lab ketdi, chechimizdan biz ayrilib qoldik deb. Aşnak buldu, künde et degende umaş verdi, umaş mu, hem de soğum oxumadı kadar görüşünü yüz, opaq su çıkıdı ya, görüş çıkmaydı onun içinde, tuz mu yok, işlemi yok, aşnak bir neresi verdi, ben 3 gün gece içime yandırma, onu içmeyi desem, hem de üyür turşum kerek. Aşnak, anarken et degenlik mumu bəgən vaxtda bir-birləb tızıb durumuz, şunun bilan ularlıq ügetken bir kuşaq bir bağışlarlanın ki, men günahimni öz üstümge alıma, günahimni öz üstümge alsam bana kemçilik berdi deydigan ma'nisini shundaroq. Aşağı tez suratda deydiganmiz. Men birinchi kuni uni men o'qimagan ekan, uni men demay o'rtdim. Shuning bilan mo'mini beshimiq otdi, heliqi Xitoy, mo'mbiyadan Xitoy. Bizga shu kunda shunda haqorat qildi hamda, shunchaki haqorat shunda sattilar bilan tillaydi bizni. U yerda biz hayvandanmı beter holatda sirtqa chiqolmaymiz, yo nafaslanmaymiz, shunchaki sesiqda bizlarni shu narsa haqoratlab tillaydi, yo sirtqa chiqolmaymiz. Uning ichida 1 yil 9 oy bo'lgan ayolim bor ekan, bir Arzugul deydigan ayol burun bizning qo'shnimizda, u ayol bankda ishlaydi. Shu o'g'li Germaniyaga o'qishga ketganligi sababidan u ayolni tutib solab qo'yg'ili 1 yil 9 oy bo'libdi ekan. O işçideki ayarlarının gün kömügenkin çırayı tattırıp, ma közünün etrafı bir xil qaramtı bo'lib qolgan. Xuddilik ölgül qopqan holatdagi odamdek ashuna bo'lib qolgan. Çırayıga bir xil közünün etrafı siriqtab ashuna bo'lib qolgan. Tırnaqlari bir xil ko'kirib ashuna bo'lib qolgan. Shu jarayonda biz har 3 kunda 4-5 qizlarni achitdi. U achitganlarni 2-3 kundan keyin akirdi, yo usuzalarda tashlab qo'ydi. 3-4 kuncha usiz keldi, o'sha kelmaganlarni shu mundaq bir tumri bor bu Xitoylarniki. Belaq tutilgan qamoqqa o'xshash. Osh tumurni Iroqdan tutdi, u odamning yo qo'lidan qisdi, yo bo'yin tarafdan qisdi, ashaq so'rab achitdi.
Xuddi ölüp çaşqanını söyləyəndək. Hmm. Bunu mən ilk bir tortu görüb qaldım. Xitayninki şişçoşqa gözdən keçirgən Hmm. bir Aha. qinas əsvablarının arasında görüb qaldım. Mən bu əsvabını bizə işlətgən şu əsvabını. Hmm. Aşdaq bir nəsədə biz aşdaq qısıb apurdu. Hep əşdə açıqdı. Aynı yıqılıb qalğanlarını. Yıqılıb qalğan nəticəsini təşrif doktorxana apad etdi. Əməliyyatı bizni bir doktorxana apırıb təşrif çıxım apırıb baxmadı hazır qədər. Şu mən turuna girib çıxıb şu əhvalada 7 aydək məndə ayarlar olan adət tutub getdi. Jarayonda O siz turumuzu tutsanlar mı işkenle sep koyuşuna ne maizdi? Ne için işken sep koyduk sonra? Bir avaz kirip aldı ya. Herhalde bir avaz kirip aldı değil mi? Yani bir şey. Sizin avazınız var. Ama o nemi bir avaz kirip aldı. Kayıt olayım sizden. Endi bizə yaxşı oldu. Hazır yaxşı mı? Aldı registrasyon var. Ben sizlerin kaydedin olay ya. Bunu yaxşı mı anlayatım? Sizin yaxşı mı avazınız? Endi yaxşı oldu. Endi yaxşı oldu. Endi yaxşı oldu. Ben kısmına koşulamaya kaldım. Bazıda telefon kızıp gelse Endi Başta yaxşı qaldı. oldu. hoş. Şu biz deyimizdə biz bir aciz ayol özümüzü götürüb mağdək halımız bulmağan halətdə neçə qat öyünün içində neçə qat tümür şərkinin içində həm putumuzda, qulumuzda koyuz kişən var. O putumuz bilan qulumuzni bir zəncir bağlab durdu. Düz halətdə turamayımız şu iňişkən halətdə. Şununğa hazır qədər menin bilimdeki bir soňky azraq ösüp qapdı dedi. Yumşaq yer yetalmayman, kichik yağış qattiq yer yetib aşta qilma. Bundaki ben bir şeylerde doğru kep kaldım. Ben ne kıysam şu vakıldım o roy keyfiyatınızdan yaxşı olmağanlıqını ben anlağandım Amerika'da. Yani çıqqandan keyin. Ha. O şu yer boğan işlerinin neticesi yüz berdi şuna mı? Şu yerdə bolğan yüzbədi çünki ularlıq dasatda meni qıynar. Turumga akir bolğandan her 2-3 ayda, her 2-3 gündə bir açıqıb qıynaydı. Ahirqatdan qıynığını meni alıqama psixikalik qıynaş boldu. Çünki mən neçə ay öldüklərini köyməyəndikən ulanmağın dedim, sən neçə gündən keyin besini atmız, ölüm cəzası verimiz. Bu cəyanda sən hazır apan tükep getdi bir həftə burun. Dadan mu hazır ciddi qutquzuş üydə qutquzuş önüm bəmidi. Oğlununki nəfəs çataq bu tükep getdi. Qızını biz işkirdəki ixtarlara berib etdik. Akan bilan sınlığını müddətsiz qamaq cəzasına kesib etdik. Sen hem de hazır bir özen bütün aileni veyran kıldın. Bu türmeden çıksan mı sen yaşaş hiç qandaq mənisi yok. Hemmini veyran kıldın. Şununla sen mi öldüğün boğan deken deydiğin gepin bolsa divet degen deken bulamağın bək eğir geldi. Çünkü ben türmeden çıkmağan gün hiç qandaq haber yok öldüklerden ben bunu hakikat dep aldım. Bək eğir gelip şu tür Xitayning saqçının yaqısı esliğinin isim devam etib etdi. Keyin alqıma putqulam yüzüm Əmmə nəsə tartışıb qaldı, ağzımdan köpük çıxıb getdi, gözəm qarqı keyni tartıb qalıb. Şunundan keyin bu tartışmaq keselge aşına bo'lib qaldım mən. Azraq açıqlab qoqsamlab putqulam əmmisi pəylərim yığılışıb qaldı. Şunun bilan şunu Amerikaga kelgandan keyin bu har qatam şununğa intervyudan Qashqayrim şutdi. Bəkçiq intervyu berib ketdim. Hər bir adam nemish bo'lgandi deb so'rasa şu holat men Özüm Amerika'da boğan bilen aş turmunun içinde ben bop qalma. Aş ölgen ayollar aşlarımız benim peşimde bop qaldı. Şunun bu alıqı mena yana royum aştaqalık tartıştığım bop qalıp andiken turup alıqı öyde oldurma. Hazır 10 saldım hem de öyde oldurma. Keçisi çıraqını üçəməymə. 24 saat çıraq yeni qalatı turdu. Şunaq bəzi oldursam helik ayollar kildi. Peşimga kilip man gap qıldı. Men turup bulan nemis keldi. Hatta peşimde adam bağaxtı mı birisiga dep saldım. Bu ayollar nemish qildi bu yerga? Nereden keldi bular desem bu adam qo'rqib ketdi. Sen yaxshimi bu yanımda hech kim yo'q, adam yo'q deb.
Çünkü aslında gözüm göründüğün alıqı bek royga besin uçurup ketkendiken bazı turuplarlıqı pichaqni özeng al sal mayadan sekre alıqı özümni ep qaçdığan yerni izleyme. Qandaq qısam rahat bulma ama işten unutup ketime dep ölümünü izleydiğan bolup qalğandı. Şunun bilen Amerikadaki 4-5 qarindaşlarımız ba ularga bek rahmet aytma. Ayal qarindaşlarımız ularning ismini hozir demay turay. Ular şu meni maş Amerikaga nurg'un psixika doktorlarga apirib qildi. Ular mening psixikamni 3 darajага apadi. Eğer zahmlanish bor, ro'y besimdan besimda borkan, shuningga uni kuzatib turib davolamasak, ertaga birazini o'ldirib qo'ydigan yo uydagi bolalarni birazini o'ldirib qo'ydigan ahvollar yuz berishi mumkin. Deb uloq degandan keyin men uni bolalarimni men yo'tib qo'ysam, men qat'iy yashamayman. Şunun bilan yig'ildim, men o'tnab qilaman, o'zimni kontrol qilay deb asoq degan keyin ular menga dori berdi. Hozirga qadar yeyapman u dorini. Kashga yeydiganim 2 millik bordi, 0,5 millikdan boshlab ko'payib. Kunduzi 195 millikga yetdi. 5 millikdan boshlangan. Har 2 oyda bir qo'shilib menga hozir 195 millikga bordi. Bu dorini shu 3 yildan 4 yilgacha yesam, andan keyin normallashgan. Hozir xeyli normal holatda. Lekin azroq mush ahvollar so'rasalik yurikam siqish, malaq qo'l putim titrash, ashtaqlar yuz berdi. Endi Ramazonda to'xtab turdim chunki Alloh taolo hamishni o'ngishga zo'r. Ayni vaqtda hatto yog'liqimni evitib baqdim. Qanday qilsam men o'zgarayman, men mehrigul bo'lmayman deb hamma narsamni o'zgartirgan holatga keldim. Ammo lekin bu ishchiga, mingiga, yurakka o'ynab ketgan bu zarba o'zgarmaydi ekan. Ya'ni shu pet keldi ekan. Men bilan nega bo'lsam tang bor ekan. Shuningga yana Allohga tavba qilib, Allohni yana mushkullarni unutishga tilayman. Ama ular Xitoyning doğru okul sağa vaqtda Misrga chiqqan vaqtimda bir haftadan keyin o'sha qo'limning mashaga hozir aniq chiqmadi. O'sha bir yo'g'on bir narsa chiqib qolgan. Bu bek kichikdi. Hozir aniq chiqmaydi ekan. Hozir azroq cho'ngib bu bir yurikchilik endi. Yerim tuxumning seriqchilik cho'ngaydi. Bundan narsadan badanimning 8 yerga chiqdi hozir. Shuning bilan men o'nqilam hozir bir shu o'zimning telefonini kuchab ko'taramayman endi. Hozir og'rib do'limga yetdi. Ammo buni doktorga tekshirib operay desam, hozir meniki Amerikada inshuransım yo'q. Bu hukumat ko'tardigan salomatlik tekshirish narsam bo'lmag'achqa, buni inshurans olsam, sug'urta. U bo'lmagandan keyin uningga hozir qadar endi faqat tekshirish uchun 7000 so'mdak 7000 dollar ketdi. Bunu operatsiya qilib shortib elish kerak ekan, boshqalarni tekshirish kerak ekan. Bu nima hozirma to'limga chiqdi og'riq. Bir narsa kuch yemayman, bir piyolni ko'taramayman o'qlamda. Buni tekshirish uchun texmo ishkilab tekshirishim kerak ekan. Har bir tekshirish pul ketgan, shuni men tekshiratmadim. Ham uning ustiga Xitoy virusi tarqalib ketgandan keyin sirtqa chiqamadim. İnşallah bu vaqtlar o'tib ketgandan keyin bularni tekshirib, andan keyin natijasi mundaq bo'ldi deb sizlarga deb bermay, boshqa qarindoshlarimizda bormi bu ahvol yo'qmi, uni men uqmayman. Endi biz Xitoyning turmisidan qutuldik, ammo ruhimiz, jismimiz mangu qutulmaydi ekan. Shunday. Bizda bakroq vaziyat uchirganlar, zulm uchirganlar bor, ular nim bo'lib ketib bordi, hozir vatandagilar qanday bo'lib ketib bordi. Bundan biz bir bexabar bir Allah bilgüçü inşallah. Endi Allah sabır bersin. Allah sabır bersin. Sizlar uchirgan bu ziyonkashlikka erlarmi hech bardoshlik berolmaydi. Chunki boshqalarninki o'sha yerda tug'an urug' tuqqanlarninki suratini yoki gap so'zlarini anglab turyapmiz, ancha-muncha WeChatda ko'rishish ehtimoli bo'lgan, ya'ni kampadan chiqib ko'rish ehtimoli bo'lganlarning shu bir so'ng bo'lib chiqqanligini anglayapmiz, ko'ryapmiz. Buning bardoshlik bermak tez, ammo sizlarga birdan bir tasalli hamda bizdek erkaklarninki shu Xitoylardan qon qisosini olgan vaqtimizda shu vaqt tasalli bo'lishi, balkim shu vaqtida bir ko'nglinglar yorishi, yuzinglar kulishi mumkin. Bo'lmasa bu tasbiy ish. Normalda kichikkina birisidan ko'nglimiz og'rib qolsa, hozir necha kungacha og'rib qolamiz-ku. Kichikkina ko'nglimiz og'rib qolsa, sizlar necha yil u yerda yetib chiqdinglar. Albatta bu bizning erkaklarimizning ustiga tushgan bir vazifa, ayollarimiz shundoq. Endi men sizlarni ekranga kelsa, buni bir tema qo'ydim men, ayol tashviqot ayollarning roli degan shaklda. Aslida
bu meselelerini sormay degendim ama hazır bir taraftan oyg'onayotimiz ama bir taraftan umumiy millatning birlashib turib xizmat qilish kayfiyati bek tuvan bugungi kunlarda. Ash kamplat yetayotganlarning nisbatan bütün chet eldagi Uyg'ur hozir O'rta Osiyoda 1 milliondan 1,5 milliongacha Uyg'ur va datimiz zot ularni unutib ketdik biz. O'rta Osiyoda qarindoshlarim men shuna deyman. Ya'ni O'zbeklarga, Qirg'iz, Qozoqlar ziminda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizninki bu jihatda xizmatlari bek cho'ng bo'lolmayotdi. Chunki u yerdan bir rejim bo'lganligi uchun, u yerdan bir zulm bor deb o'ylayman. Bo'lmasa ularni bir harakat qiladi. Ammo chet eldagi cho'nglar bo'lsa, Yevropadagi, Turkiyadagi va boshqa yerdagilar biz asosan xizmat qilmayotimiz. Hozir namoyish qilyapmiz. Ministr bilan ko'rishib qo'yapmiz. U yer bu yerdan da rasmlarni ko'tarib qo'yapmiz. Bu ko'rish emas aslında. Endi sen nima ish qilmoqchisan deb so'raydigan bo'lishi mumkin. Bir millat bunday ko'rish qilmaydi. Gapdan ichimdagi samimiyatimni desam, u lagerdagi qarindoshlarimiz uchun, u Xitoydan qutulishimiz uchun bunday ko'rish qilmaydi. Bunday u yer bu yerda shu namoyish qilib qo'yib, to'lab qo'yib, bunday bo'lmaydi. Biz jinimizni, qinimizni, melimizni berdigan shaklda. Hozir men abaytindan beri barguladimizning telefoni qaytib qoldi. Programmaga kirishdan burun. Uni nim qildik, abay ovoz chiqibdi. Oddiysi bir tal telefoni yo'q ekan. Balki eski bir bizning Qashqar telefonlarning vaqtida qolgan deb qo'yamiz. Eski telefondan birisi bor ekan. Men bir e'lon chiqardim, mush vaqtda dev olay. Buni nurg'un qarindoshlarimizning ochiq kelibdi. Men ballalarimni sirtga olib chiqib tomoq yemmagidek darajada yashadik o'tgan yil masalan. Shu programma qilamiz deb bütün narsamizni programmagini qilib. Ya'ni bu millat bu da'voga kuch qatayli qarindoshlar. Biz bu yerda oldinga kelib ta'zim qilib divanlik qilishning o'rni yo'q. Da'vo odamlarni birinchi o'ringa qo'yaylik, aktivlarni birinchi o'ringa qo'yaylik, xizmat qilayotganlarni birinchi o'ringa qo'yaylikki, ularning turmushini, ularning hayotini so'raylik. Nima ish qilyapsiz, avvaldan nerdan nergacha buni biz bilishimiz kerak. Buni demay amalimiz yo'q bizning bu yerda. Men nomus qilaman bu gaplarni deyishni, ammo haqiqatan millatim ko'zimizni ochaylik. Bir mush hozir nurg'un yordamlar yig'ilyapti. Hozir 1 million liradan ortiq pul yordam qilindi, Yevropada yordam qildik nimaga? Turkiyada qarindoshlarimiz uchun. Uningdan boshqa yordamlar to'planyapti. Islom dinida bu zakotninki bu yordamning o'rni va shu 8 xil odamninki eng muhimi qaysi majburiyat. Buni avval shuni qo'yishimiz kerak. Hozir mujildab ovoz chiqyapti yana. Bir ovoz kelib qoldi. Bu bizning texnikamizningki nacharligidan, kompyuterlarimizning nacharligidan, telefonlarimizning nacharligidan bo'lyapti. Mush yordamnimi qarindoshlar aktivlarni birinchi o'ringa qo'yib turib, uningdan keyin qas boshqa, uningdan keyin boshqa bu shaklda men islom dinining hukm bo'yicha taqidlaylar tashkilotlar. Men tashkilotlarga shuni nima qilaman? Shu fatvoni o'zinglar chiqqan o'z vaqtida Ibn Taymiyaning fatvosi bor. Shu 8 xilning ichida muhim bo'lishi, qaysi majburiyatda bo'lishi, qaysi oldida bo'lishi deydigan tuzilmasi va bu yordamni taqitishninki keliblam kim yig'lisi berib deydigan ish yo'q. Şoň şu dava işlerimi bunu çokum tanışıp taqitishini umid qilaman tashkilotlardan. Hozir sizning yodingizga bir narsa yetib qoldi. Shuni agar deyishni xohlasangiz deb bersangiz bir endi men so'zni nimaga beray? Barguladimizga. Boshqa qaytib qo'yadigan so'zingiz bo'lsa. Men tutgan vaqtda Xitoylar menda xatni uyga aytibdi. Mana menda Xitoycha yozilib, tamomlari bor. Gulbahor Jalilova terroristlarga yordam qilganda. Mustaq hukmni chiqarib, mustaq mushunga qo'l qo'ydi deganda men oxirigacha qo'l qo'ymadim. Shu terroristlarga yordam qildi deb Xitoyning mening asho nopusliqlar, Xitoyning vatandoshlar shu o'lim jazosi bergan 1 yil 3 oy 10 kungacha yabanlarimdan hech qanday aloqam yo'q, hech qanday biroq mening ballalarim ümitini üzmey bizni alımız undağı emas. Bizni alımız işimiz undağı teröristlerle qatnaşmagan deb xat yazışqa başladı.
Ministrlar çoğu yerlerge hem niye xat yazıp toxtumay hem de xatları hemisi var, hemen xatları var. Toxtumay yazıp iş qandaq ismi kömüge vaqta hem de axırqısı aşı Rusya'daki Putin'ga iki xat yazgan, iki xatı var. İki xatı hem de Putin depti, cevap yazdı. İşte devletine arsa biz arışamayız özleri işidu dep xat yazıptı, cevapını yazıptı. Onda cevap elip ki yani ümidini üzme ahırda ümidini başı birleşme devletle yazganda keyin ulan beni asla koyup berişke tayarlı kılıp koyup beredi ya vaxtı can soyan degen doktorxan denen 3 qetim aldı diye yapkan 4-cü qetim şu 70 gün yetip oku Mehregül degende gün onlarını görmeyi tazalar yine ölüge destek tam dek tapırıp gitip şu 3 gün can soyan degen doktorxan diye kılsıp vitaminler berip şu küçükler eslim kegizip 3 günden keyin şu vizamla çıkıcı yani 3 gün otelde baktı. Otelde bakkan vaqta şu yanımda bir sakçı ayal yaptı, Uygur ayal. Yani oslar akşam. Şu ayal dedi, çık tamaklar yeme, tamaklanacak yesen aşpazını kötüremeydi. Sen buna kalktı, hanım konak gelmedi. Az ye suyuk tamaklar ye, mumu yedip şu mamamı 3 gün otelge muma, gürüşlerine bir fenne ekledi. Şu vizam 3 günden keyin çıktı. Vizam çıkkanda keyin otelden şu apadı, aş sakçı ayal 3 gün meni bilen tuğa baktı Uygur ayal. Ben aş ayal dedim, sizin bir anığı, ben ballarım yine önümde alınsın, ben onu ondan almay berem desem, bende de telefon yaktı. Şu vize çıktı degen güne saat 10'da meni otelden apadı yanımda Goboga. Sakçıxanaga apırıp dışarıda çık imza atkızdı ama atlamak çıktı yani Xitay başlıklar kelip bana dedi sen aşı kampın içinde sen köydün dedi. Ne gelerdi biz Uygurlardan ekendik. Eğer sen birisini anlatsan kayıp mısın biz seni öldürürüz. Öldürüp biz yaxşılık kıldık. Hiç kandak sana problema yok. Sen kaçan kesin biz seni karşı alırız. Ticaret anlatılıyla biz sana normal vize yasap edik. Uyga bağlandım, uyda ben işlep geldim desem, sen hiç kim sürüştü, ben hiç kim demeydim. Tabi şu cık ketler, 2 saatlik mağarım, leksiyonu okup başlaqlı bilenler. Keyin eşekten çıqqandan keyin satraşxanaga kirib çaşlarımda qısqa üst qalğan appak bo'lib ketgan çaşlarımda qaraq boyab üzerine makyajlar yasab, grimlarni qalab keyin yo'lni silib qo'ydim. Yo'lni silib uyga Qozog'iston kelib aeroport bolalarga telefon qildim, eşekda bola qizim telefon dedim ular mashina eşek turibdi dedi, aeroport dedim, yaqin uyimiz yaqin. Kelib bolalarım ip keldi, yetib uyga 20 kunda Qozog'istonda turdim. 20 kun ben hiç kimni uyga kirgizmadim, qiz saraladan bermadim, hech kim ko'rgim kelmaydi dedi. Hech kimni ko'rgim kelmadi. Nomusum. Tanrı'nın olsun hem de Allah Teala sizin aşağıdan bir kutuldurup çıktı. Allah sizin şu yerden Şu 20 kunun üstünde bir hafta uyda bo'lgandan keyin kızlardan kızlarni sevimdim. Ashlarni ismlarini yozishni boshladim. Başta yazdım. Ben sayapta kunda qancha yoshda qaysi yerni qaysi yerda yazdım. onu şu münasebetli hükümet orulları verdiniz mi şu parlamentlığa hükümet orulları? Ben bilmem ki Kazakistan'da o yaşlı söyleyemeydi, bunda açık söyleyemeydi. Keyin aşağıdan çıkan vakti kızlarının amanetleri baktı da Allah'ın sözleyen değil. Ölümden sağ çıksam ben değil hemisi gene. Şu aşı kallarında ketmedi. Hem sihaka bozulduğu vakti hiç kimde köylüm gelmedi. Hiç kimde. Şöyle rejimde özgenlik gibi Türkiye'ye hiç kim medyaga çıkmayı Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye gelip 20 dünyanın üzerine eksenine geldim. 20 Türkiye'ye vaktim meşede da doktordan bağın nümlerim var. Şu bedenlerime bizi yara kışlakla saklayma koydu. Bir 7-8 ay önce. Şu 20 gündeki
Aşı medya çıktı. Uyda Kazakistan'da ketkende ben ballarıma dedim ben de keleyine Kazakistan üzerine çok kurbanlık kıldım deyip uyda çıkıp ketken ben hazır yaşım keleydim. Özü güç ölüm. Yaşım keleydim. Ballaço hazır. Kazakistan'da Ula salametto. yaxşı ola, yaxşı iki kızım Kazakistan'da oğlum yedim de oğlum meşerlik medyalar düşken vaktan ben akamdır düşken vaktan akamdır ağlağansın düşken vakta şu vakta ensirap oğlum geldi yedi bana iki kızım ben bir turmuştum oğa diken Kazakistan'da ulanın probleması yok ulanın benim problemim yok ula özleri manakta özü terörist tüm dünya hazır bilip atıdı ben Müslüman bulup Uygur baba üçün terörist hiç kadar bunarım yok. Bu katlı özleri yazdı. Özleri kese ahlakın da koyuverdi. Bir yıl 3 ay 10 gündeki. Hem sıfatlarına neydi? Hem de kaynaştırma yazar. Eğer o Kazakistan'ın bir kısmı bunda katlarını yazdı. Manımış katlar hem Müslüman ministra yazar katlar. Kol koygan önlemleri hem Müslüman. Bana tamları bilen. 20 gün Kazakistan'da bulduk. 20 gün bir müşkatlanemiz ministra verdi. Aşı çıkardım atlap üttüm Kazakistan'a. Hey bu nem sebepten kırdı. Ya nem oldu da bir sakçı kip koymadı. Ya telefon sonra koymadı. Nem oldu da. Bomsu baldırıp tokuttum ay yazdı. Günde telefon kıldı. Nem oldu. Kala bağladı. Ben birazdan keyin sözünü sizga yana qaytib beraman. Albatta bularni so'rashning o'zi, buna javob berishning o'zi odamni bek azoblaydigan ishlar. Baladan arılmak texmi tas. Bir singilning derdi bir singilnikidan cho'ng. Albatta Aşağıda mal sonra bu tüm üstelde ben de tüm üstelde olsam bunun internetten aynı bana başla. Eğer ki bu 24 saat tübere soraktaptı. Şu vakta tüberimde aşkava düşettim ben. Tutum işip gitip jıklıp düştüm. Kazaklarca tutun. Bunu üstlerindeki özlük tutuğu üstlerindeki özlük tutuğunun da kısıldığına bak. Aşı kısıldığının üstünde 5 kiloluk zincir İsırlık tuğa vakta aşağılıkta tutumuz igzerek durdu. Şu zincir yaman iğirip gelip küçü yok, canı yok. Şu putların işip gitip, masal işip gitip kandesin uşakta örlep şu üstlendim kavakta işe jıklığını bilmek ki doktorlar geldi. Can soyağa birinci kettim apan 24 saat. Su vermeye sorun alaktı. Başta üstlende odadım. O can soyağa 3 kettim ben 3 kettim 10 gündüm 30 gün yattım. Uyakta can soyanmış sapılık kesilip galiba 20 yıl müddetsiz ölüm cezası belgelerden bile yattık annemiz. Aşağıda böyle birisi nakıldı, birisi nakıldı. Operasına gel et koydu, salapanımda çat koydu. İşte dijurlu kızla salapan jırınlar, kanlar jığıl getirip salapan ip jüytüp yanımda bağla koydu operasına yerine. Aşağı turba bağlı, nime turbası bağlap koydu. Rızınkılar. Aşağıda apırıp yan jüyt yanımda sip koydu aşağı. O aşağıda Eğirken aş can soyanlık bir kız. Kırgınlar, yer kırıya vakti, birinci gün. Bir kızın ismini etip açık getti. Uyaktım, aşağı tümü işek, aşağı laba. İsmini adı da açık gettik. Keyin asken, biz teyde otururuz can soyanlık, o borna bağa vakti. Her bir 2 saatte bir 10 minut vardı. 10 minut içinde ülgemisiz, yen bir 2 saat kalmış. Şu vakti teyde hemimiz 30 adam, 30 neçe adam tuğa vakti. Şu anda pis yerim tuğan bir ayıp turgan deydigan bir onun hemisi bildi ayıp turgan deydigan Lokman deydigan bir şirketi var ki Ürümçide. Onu aya o kıznaki çokannaki yoldaşı Amerika'dan ismini unutup kaldım isim de yok. Bir neçe kıtım telefon kan ayağımda yetişti. Ayıp turgan dedi Gülbara'da ben ayağımı köyden açık getti dedi. Aç köydüm ne sap samattı ne dedim.
desem aş ayalını açık geldi dedi. Ben ya öz kulmam dike deptine. Desem ya kaldır yolda içki ölüm cezası beyanlıktaşta kuldup. Jığına sep kuldu dedi. Açtak edemle ölüm cezası kütüp o tava kızlarına biliyor. Hoş kullan kanalma o günlerdir. Hem de siz bu Hocam soy çetelge çıktınız. Çetelge çıktınız. Çeteldeki keyfiyatını gördünüz. Çeteldeki Uygurlarning ularga nisbatan qilayotgan hareketlerini görüp qanday bir hissiyatga keldingiz şu vaqtida? Hoş oldingizmi bizlardan, bizdek erkeklerden yoki nima o'yladingiz yani? Siz ochiq davring, yani bu kesimimizni yoshiradigan nima emas. Kallangiz bir narsa kelmagan bo'lsa demasangiz mayli, ama ya ben bu soruga cevap vereyim gene. Ben hazır şu aşılar gırlandık diyorsunlar. Ben takap az kendisiniz bir gün basın bir gün öyle çıkıp kül olurunu gözüm. Ve şu oyunda başka. so'zni nimaga Mehrgul xonimga beraman. Mehrgul xonim to'g'ridan uzilib ketgan o'xshaydi. Aytib boqay. Salomat inshaalloh. Şu ularga kamerada yapgan vaqtda bizni hepde bir qatim bir-birisi üzgün varmısın dep bir kamerdan bir kamerga ötken, bir kamerdan bir kamer qarsam iş alga çoğ ayallar tonuş yaş kızlar ne get bilmeyme. Alga sonra alga ismini atayda ip çık gidiyor kayıt kırmayan kızlar onu hiç kim sürüştürüp da yok ne getti ne oldu ne getti bilmeyiz. Biz bilimiz elbette onu açık getirip bir yer yapıp öldürüyordu ve şimdi acaba annelerim aldı organlarını. Bizim şu ölümge teyabbut, şu ölümge. Ben yeni kırıya vakta, çık şıklattım, şıklagan vakta aşağıdaki kızlar, aşağı küçük kızlar da Gülbara'da şıklımı aldım, şıklaysın, şıkla muhtarlarını göz yaşımızı küfetmeydi. Bunlar ürtesi cenimizle Allah da baştan yere ölüp geçsek şehit olup gitmesek şu gerçekten ben bunun ağlamak mekanışım vargırda ağladım. Beşler geçinde ölümde teyabbut. Ölümden korkmaya yaşattı. İşte bu meşelerin çıktığını alırım ölümden korkmaya. Baştan öldük diye. Ben sözünü nimaga Mehrgul xonimga beray. Siz bir aralda sizlarning ishda vaqtinglar bo'lib qoldi deyman Bargul xonim. Yo'q. Qanchalik bor ishdaga? Yana bordi. Biz oylab quruq su bilan jazolanib momon ben düşüp ben çürüdük uykusu yok. İşte aşılardan çıktığı vakta 20 kilo orukla gittiler şu yüzden. Cezalı vakta Uygur sözler labat anlat kalsa Uygur sözler gelmesine cezalı bir hafta 10 gün kurup su verdim momunum demekti. Saatler sonra sanıp giden kızlar 5 minut kaldı. Bugün momu yiyinizde. Aşağı lagar kızlarını bekleyelim gördüm geldi. Ben bağlıyorum. Biz miyada iftorlik ekelgan tamoqlarimizni yaratmay yurgan bilan aşağıda qachon shu mo'mini shu suvni berdiga deb kutib o'ltirding degan. Minut sanab, soat sanab. Bu ochliq bilan Açlık yaman. pek yomon. Dunyodagi eng ig'ir sinaq. Dunyodagi eng ig'ir sinaq ocharchilik. Eng ig'ir sinaq. Buningga qo'sqimiz to'q vaqtida sal qaragan bilan bir ish kun och qolsaqlam hammaylar chidayolmag'idek darajadagi bir ig'ir sinaq.
Allah sizge sabır bersin. Ben sözüne Mergül Hanım'a berey. Mergül Hanım eğer Men hazır Amerikada bizning bu yerda tex iftar vaqtim bo'lmadi. Hozir men faqat biz Ramazonda ro'za tutib qo'yamiz, ammo bu ro'zamiz hech qancha emas. Chunki lagerda bundan ig'ir kunlarni ko'rgan ro'za iftorlikda, zo'rlikda xili bir narsani yeymiz. Lagerda unchalik emas. Men Amerikaga kelib 3-yili abamni o'zgalardan ko'rish baxmog'li. Men 2017-yil 12-oyda ko'rishgan paytda shu vaqtda meni qayta 3-qatim turmaga akir ketgan. Hatta hozir qadar apam, dadam, singlim, akam mening turmada qanday kunlarni ko'rganimni, turmaning ichida men nima ish bo'lganligini uqmaydi. Ba'zida shunday o'ylab ketaman, shularga degim kelib ketadi. Men bilan bir fursat bo'lsa, yonma-yon ko'rishib, apa dada meni hozir menen ixtilof tutganda 2 darajalik terrorchi deb qalpoq atgan, shunda jazoni bergan. Davlat maxfiyatlikni davlat sirtiga chiqib sotgan degan jazoni bergan. Emniyatda men hech qanday davlatning bir maxfiyatligini chiqib birasiga sotqanak adam unda ishoning xabarim yo'q. Apam dadamlarni shu 2017-yili 12-oyda tutib ketib, meni 2018-yil 4-oyning 8-i turmadan chiqqan paytda chegaradan qo'g'lab chiqadi bular. 2 oylik ruxsat bilan, muhlat bilan Misrga keldim. Ammo Misrga kelib bo'lgandan keyin ularni menga ega chiqamaydiganligini bilgandan keyin Amerikaga qaytib keldim. Qaytib kelib bo'lgandan keyin 2018-yili 4-oyda akam bilan apam guvohlik berdi. Endi ular amalsiz berdi, uni men bilmayman. Ular amalsiz uning oldida necha qatam to'rda aloqalashgan 2017da, 2018 4-oyda aloqama nimaga qadar 2019 ya. 2019 4-oyga qadar men bilan aloqalashib turadi. Balam ana demagan, man demagan, bizni endi hozir kepillik qo'yib berdi, qolganlarni kepillik qo'yib bermadi, o'tnab qolay qaytib kelgan. Hozir seni tutqanligini hech kim demagan deb aytdi. Ammo men demasam bo'lmaydi, chunki shu ko'z oldimda o'lib ketgan ayollar ular menga deydi. Mehrga siz ayet qoldigandeklar, bizning ko'nglimiz sezayotdi, siz chiqib ketib qolishingiz mumkin, chiqib ketib qolsangiz, bizning bu so'zlarimizni, mushlarga ahvollarni dunyoga yeng, hargiz unutib qolmang. Qaysimiz agar Uyg'urlar bo'lsa, mush ahvollarni dunyoga yayayli qizlar, esinglar bo'lsin deb aytsak deyishadi. Ama bu dünyanın içi ağrımıdı bu virüs çıkınca onun qanday qaraysiz? Hiç kimning içi ağrımıdı bizga? Hech kimning ishi og'rimadi ya. Allah'ın Faqat Allah bor. Chunki Allah ashtaq degan. Men hozir mana Xitoydan mo'ldirlar yig'ibdi. O'tlar ketdi, yerlar tavrayotdi. Mana shu Xitoy virus tarqayotdi. Hammasi bizlarni qiynagan, ashunaq o'ldirgan ayollarni, o'ldirgan dadalar, kichik bolalarning shularning nolisi tutdi Xitoylarni. Men endi bunu deyishim Allah Taala mana bu kunni bizning hisobimizni oldi Allah Taala inshaalloh. Bunu deyishim biz haddidan ziyoda yo'lni o'lish kayfiyatim bek ig'ir bizda. Chet elga nisbatan. Hem biz ömemez. Fakat ümlük yok bizde, birlik yok. Bunun mesuliyetçileri elbette şu rehberli teşkilatlarda buludu elbette. Bu xalqni ömleştirdiğinler şu rehberli teşkilatlar. Belki bunda desek ki ularning ko'ngli kelib qilishi mumkin. Biz qanday qilib bersak bo'ladi deb albatta. Biz 8 saat, 16 saat xizmat qilsak, sizlar 22 saat xizmat qilsanglar, şu mansabga, şu tashkiliy tuzumga loyiq shaklda bo'lsa deb javob beramiz. Men hatto sizga chorshanba kuni bizning programmamiz bor debdim-a, chorshanba kuni qilamiz debdim-a. Nimaga Bargul xonimga seshanba debdim-a. Bugun hatto o'zim charchab ketib, bugun chorshanba o deb o'ylab sizga jiddiy xat yozib bu programmani boshlagan bo'libdik. Bugun seshanba ekan. O darajada charchaganligimizni his qilyapmiz. Yani o'zimizga cho'qim
tayinishimiz kerak deb o'ylayman. Onun uchun dedim, yani dunyoga bekchiq yo'nalish yaxshi emas. Masalan, mush virus masalasida men ansiraydiganim, agar Xitoy ma'qul Tayvanni al, Shangangni al, Hong Kongni. Ama Sharq Turkiston bizga qoladi deb. Chunki Sharq Turkiston Xitoyning bir jon tomiri. U shu biz vatanlik vaqtida bek to'la deydi xabarlarda. Jungoning jon tomiri Xinjiang debchu. Şu Xinjiangning muqimligi, Jungoning muqimligi, Qashqarning muqimligi, Xinjiangning muqimligi deb ashundaq ularningki yozgan nimalari bor, prinsiplari bor, qoidalari bor deb. Bu bizning vatanning qutilishi pek oson emas. Onun uchun dunyoga yo'lni o'ylab bizchu qilsak bu bir xatar chiqadi. Onun uchun nəhayət hushyor turishimiz kerak deb o'yladim. Virus chiqmagan bo'lsa, masalan, Ipak yo'lidan Angliyaga poyezd yo'lga chiqib bo'lgan 12 kunlik bir poyezd. Ham bu 60 necha davlat bundan foydalangan bo'lgan. Xitoy Italiyani tas qolgan setib olgan, butun Italiyani ikki aerodromini Xitoy setib olgan, Italiyaniki. Ondan başqa nurg'un qurilishlarni setib olgan. Bu Yevropanimi, Gollandiyadimi texi ba'zi belediyalar, shaharlarningki ichiga kirib, numeraldiga qarasa Xitoy shihatini ko'rib biz qo'rqib ketdik o'tgan bir yilda. Hatta Amerika'nın maaştaq bo'lib ekan. Amerika'nın nurg'un yerlarini Xitoy, hatta hukumat qismlarining ichigacha Xitoy kirib bo'lgan bular. Yani mush virus chiqmagan bo'lsa bizda bu bunchalik bir natija bo'lmaydi, bunchalik bir yüzümüz külmeydi o virüs için, ama biz hakikaten dünya halkı közüңla kör olğandı, bizdeki zulümni kömegen tыңla, kulqanla pan olğandı. Hem de Xitayning zulmü bilen hem de sizlerning közüңla körüp oturdu. Sizlerning kulqanla anladı dep, Xitayning eskilikini, dünyanın kögenligiga biraz ko'nglimiz qo'shilib oturdu. Mening shaxsiy fikrim, bütün dunyoga jakalay olayman. Qalbimdagi shaxsiy İçimdeki samimiyetimni aytsam, chet elga chiqib 15 yildan eshibdi. Chet elga chiqqandan keyin tunji qitim ko'nglimning biroz farah bo'lganligini mush 2 oyning ichida sezdim. Undan burun biz shu vatan millat deb masalan yig'lagan bo'lsak, hozir biroz buning ko'nglimizning xotirjam bo'lganligi virusdan emas, virusning dunyoga tarqalganligidan emas, insonlarning o'layotganligidan emas, Xitoyning eskiligini nima uchun sizlar tushungili unutmaysizlar? Nima uchun bu zolim, fashist, terrorchi millatni va hokimiyatni sizlar nima uchun ko'zinglarni yumbalsizlar, endi ko'ringlar sizlarni deganni men deyalayman. O'zim Gollandiyada yashayman, butun dunyoga deyalayman. Hamki bu virusninki tugishi uchun albatta duo qilyapmiz, ammo yana ansiraydigan tarafim yoki Xitoy yana bir qitim to'lamni to'lab virus uchun butun xazinastik pulni berib o'tib dunyoga quruqda o'tib Xitoy yanıla boy, yanıla yanchukda puli bor hozirgacha. Yani bizni dunyoning bizni setib o'tishidan ansirayman. Mening ansiraydiganim yana shu dunyo. Yana shu viruslangan dunyo. Buning uchun yana butunlay o'zimizga nima qilsak, kecha kunduz xizmat qilsak, sizlardan programmaning oyog'ida so'ramoqchi edim. Sizlar xizmat qilyapsizlar. Chet el tarixida, chet elda xizmat qilayotgan ayoldan 5-6si bor. Bütün hozir biz Yevropada 50 ming yaqin Uyg'ur bor deb tushunamiz. Amerikada bor 5 mingdan ortiq Uyg'ur. Mening shaxsiy ko'z qarashim. Amerikada necha ayol bor xizmat qilayotgan? Yevropada necha ayol bor? O'rta Osiyoda necha ayol bor? Yani bugungi jingimiz tashviqot jingi. Bir qancha ayolni ham sanab bera olamiz. Aslida qarindoshlar, ayollarning ichidan ko'plab chiqish kerak edi. Yuzlarcha ayol, minglarcha erkeklardan yüzlerce kişi hizmet kılavatıydı. Eşkiranda ko'ryapmiz onlarca erkekni, kişilerini, ama yanılan bu nima emas, yeterlik emas. Sizlarning tatgan kuninglar hozir shular o'xshash kunni tatib hozir eng chataq yer nima desam, Xitoy bizni bak jiddiy assimilyatsiya qilyapti yaqindan yog'i. Mush virus chiqqan 2 oy mobaynida, 2-3 oy mobaynida bak jiddiy biz ko'rayotgan son 100dan bir qismi ichkiriga ajoyib yo'tganyapti. Ichkiriga yerlashtirib o'tish, ichkiriga Xitoyni chiqish, Uyg'ur bilan to'y qildirib changlashtirib o'tish, farzandlarimizni
yipik yeslilerde okutup öylere barmaydigan şekilde yeni bir avlodni Xitoylar yetishtirib chiqyapti bizning avlodlarimizni. Bunga biz nima ish qila olamizmiz degan savolga javob tepish uchun men bu uzun gapni qilyapman. Albatta tashkilotdagilar, rahbarlar kecha kunduz o'lgida xizmat qilish kerak. Hozir çarşamba bilan seshanbani unutib qolgan shaklda Abay Mergul xonim dedi, siz erta degandingiz bu programmani. Kallamızdan ketishimiz kerak biz shu boshqalar. Sizlar aran chiqdinglar, aran men bilib turdim. Hatta siz Mergul xonim hamda cho'qim to'g'ri tushunishimiz kerak bu gapni. Nervingiz rasman hujum kuchganligini, psixikangiz. Shunami emasmi? Ha, shundoq. Hatta doktorxonaga kelib yetib qoldigan darajada nerv xarakterlik. Ben Amerika'ya gelip 3 katım ciddi kutkuzuğa bardım. 2 katım operasyaya düştüm. O jarayonda kan saldı bana. 500 gram kan saldı. Ötüne evetti operasya kılıp. Hatta 3 katım öy köçtüm. Amerika'da bir devlette gelip 1 yıl turgandan keyin anandakin öy köçüdü. Çokum 1 yıllık to'xtam tuzish kerak. Meningki ishlash xizmat kartam bo'lmaganlik uchun 6 oylik 7 oylik uy ijarasini biroqlam to'laganda anandakin ijaraga berdi uyni. Men ashunda qilib har bir uyda o'tdagan vaqtim 2 oydan 3 oydan 10 dan ko'chib ketib butun 5-6 oylik 7-8 ming dollarni u yerga tashlab etib u uyni ep qoldi. Yana 10 dan ko'chib ketib 3 qatim uyga ko'chdim. Hozir men ko'chgan uyim 4-uyim bo'ldi. Mushunlarni xil uzoq o'ltirdim. Bu 4 uy ko'chishimdagi sabab Muş Amerika'da mı Xitaylar meni xatirjam kun keçkizmedi. Hatta Amerika Kongresi'nin guvahlıq berip çıktığımda maşının arkasını Xitaylar adam yallab maşının kendine soktu. Onu Amerika FBI tekşirip eniqildi. Uyumga ikinci qatim köşken uyumning eshikini kichkichlab qaqidi. Men 2 balam bilan eshikning keyinda pichoqni tutib turma, endi kirsa tiqmaymish pichoqni deb. Elqi tüşükdən qaraymay ko'rmayman eshikni etib oldim. Aslında qilib sirqi chiqolmay saq-saq telefon qilib necha kecha ishkimning qishda qo'g'lab o'tirib uzoqcha ketganda ishkimning darisi cheqildi uyamning darisi. Aslında holatda o'zimning hayoti kabolat qilmagan holatda u yerdan yana ko'chdim. Keyin Amerika hukumati uyamning ichki teshiga, balkonlarga, palampalarga hammaga kamera o'rnatib bir Uyg'urnimi kelmaslikka, hech kimni kelmaslikka aslında qildi. Chunki o'zimning Uyg'urligimga ishonmadim. Keyin oxiri yana bulanmay yolg'iz o'tkil olmaydigan 2-3 qizlarga, 3-4 ayollarga buningga biz sizga yemeklik olib bir to'q ko'rib kelaylik deganda deb berdim keldi. Oxiri 9 oy bo'lganda ash uyda o'tirganda eshikning ostidan uy kamera turuqli qo'l chiqibdi odamninki ayolmi erni bilgil olmaydi. Xat tashladi uyning ichiga. Uyg'urcha yozibdi u xatni, hatto u xat bir aniqmi emas, harflar shunda tashlangan, balkim ko'chirma holatda Xitoy yozimi uqul bo'lmaydi. Endi hareketini to'xtatmasam hayotning ishga balan xavf uchraydi. Hech kim sizni saqlab qololmaydi. Bu ogohlantirishimiz. Hatto sizning har bir hareketning har bir mengayotgan borgan supermarketlar bo'lsin, chiqqan yo'llaring bizga aniq. Hatto yeyotgan qaysi markadagi tuz bo'lsin, may bo'lsin, shular aniqga Allohga. Unimi Amerika FBI'ga dedim. Tekşiriş hükümeti. Ularmı keldi, ularmı tekşirip başlarını kıvatdi. Yani öğün çokum köşmesen bulmaydı dedip yine başka yer köştüm. Hazır bir Uygur bilmeydi benim turğa üyemni. İşte ulan bilen özüm turvatmaya bir Uygur kep bakmadı. Şunda aktamam da hazır hatırcam. Çünkü bana bir Allah var. Allah beni öldürmekçi olsa kanda üstünden ölse öleyiverme. Adam hamını öldü. Uxtaydan korkak kalmayman. Şunda boğandakin yani başkalar sırf normal çıqalaydı, hem işini qılalaydı, hem işini bilalaydı. Şunda bo'lgankin biz hammamiz qilalashimizga tushdik. Biz to'xtab qolmasligimiz kerak deb xuddi siz Hüseyin apandisi deganga o'xshash. Uyg'ur vatandagi Uyg'urlar bizdan shunday cho'ng umidda. Ular bizning hozir shu chet eldagi Uyg'urlar nima ish qilyotgandi? At kirdi, o'gin kirdi, bizni qutqizdi deb o'tirganlar batdi turmadagi vaqtda. Ammo 2 yil bo'lay dedi, biz hozirgacha kirib bo'lmadik. Biz başkalardan ümit kütmeyle bir Allah'tan ümit kütüli. Hem Uygur özra yanlışaylı. Kiçikine hatalık bolsa, anı andak meniptu, mağ mandak sözün hata deptu, av mandak teşkilatının ismi koyaptu, ya mağ burut koyaptu, ya baştak yürüptu degen bilen kalmay. Bizim niyetimiz, imanımız bir boğandikin, dinimiz İslam boğandikin.
milletimiz Uyghur bo'lgandan vatanimiz uchun ömrüşüp inoq bir o'tib bir niyat kelsak bu davoni xil bir yerga olib boralaydiq mush vaqtda. Ammo bizda ömlik yo'qkan, birlik yo'qkan. Men Amerikaga kelib shunchalik chiqilib tushkunlashdim hozir rasmiy. Uyg'urlar bir-biriga yordam berdi ekan bu yerda, shunday yordam berdi ekan, ammo ömlik yo'qkan, birlik yo'qkan, bir-birini qo'llash yo'qkan. Elbette bunun iki sebepleri var. Özünüz bilsiz, Xitoyning mustamlikasida ashundoq bo'lib qoldik. O'tganda bir qancha programmalarni qildik. Bizning ikki doktorimiz, psixik doktorimiz bizga Uyg'ur xalqiga pichimni pich bo'ldi, ya'ni Uyg'urlar psixik jihatdan hozir asosan kasal. Shaxsan hammaylar psixik jihatdan bek jiddiy nima kuchqab ketdi Xitoyning hujumiga. Ota-onalarımızdan ayrıldık. Ama bu o'ngishilishimiz kerak, shunami? O'ngishilishimiz kerak. Birlik, qalb birlik. Siz to'g'ri deysiz. Uyg'urlar bir odam yordam qilishga bek amroq. Haqiqatan amroq bir odamga bir nimasini desak qiladi. Ammo qalbimiz birlashmayapti. Qalbni birlashtirish uchun inshaalloh yaqinda tashkilotlarmi, rahbarlarmi qilib yaxshi xizmatlarni qilyapti, ammo yetarlik bo'lmasmi? Keç gündüz uxlamasligini talab qilaman bu rahbarlarning, tashkilotlarning. Uxlamasligini talab qilaman. Uxlamayim qiyil bo'ldi ekan bu xizmatni. İnşallah qalb birlikimiz yetilsa, İnşallah. Allah ta'sirlansa bu ishdan, yani Allohga bir yarab qolsak demoqchiman. Ashularni Allah qutqizadi inshaalloh. Ammo Allah qilam, Allohga biz faqat birlam yo'q, bir yo'lda yo'llanamiz. Siz din o'qidingiz, arabcha o'qidingiz, bilsiz. Birlashdi biz duo qilamiz Allohga faqatla. Ammo qolgan amaliy xizmatni ham o'zimiz qilamiz. Alloh bizga shuni taklif qilgan. Hech bir zaman Alloh tushib bizga o ishni qilib bermaydi. Biz qilamiz. Biz qilgan vaqtimizda Alloh farishtalarni o'rgatadi, kuch-quvvatini o'rgatadi bizga, yordamga. Biz bilan o kuch-quvvat farishtalar birlashgandan keyin Xitoyni, o zolimni, o fashistni, o terroristni biz utalaymiz. Ammo biz hech qilmay yetib olib, tilmonlarimizni tiqib olib, men programmamizning oyiga keldik. Bir so'zni misol deb o'tib ketay, undan keyin Bargul xonimga oxirgi so'zlarini olaman. Aslında sizlarning xizmatinglarni hem sözleşmekçi bo'lgan edik, ammo bu vaqt bu sizlarning anglatganliklarini anglab men texmo biraz o'zim nim qilyapman, numus qilyapman gapning rostida. Kech kunduz, texmo kech kunduz qurolliq, siyosiy siyosiy, ijtimoiy ijtimoiy butun vujudimiz bilan xizmat qilmasak bo'lmaydigan darajada ekanligimizni o'yladim. Bizga mecbur ekanligini tushundim. Men yaqinda birsiniki bir guvohligini anglab qoldim. 100 milyon puli bor ekan, Uyg'ur bor ekan, vatanda 100 milyon pulni Xitoy nim qilyapti, musodir qilyapti. Buni anglab ichimdan yetishib 100 milyon puli bor Uyg'ur bor ekan to'q bu bizning vatanimizda va chet elda. Demakki chet elda bir Uyg'urning bir vaqfisini, bir tashkilotini, bir tal uyini ya topalaymiz ya topolmaymiz. Yoki bugungacha bir tashviqot organimizmi yo'q, to'g'ri tuzgun xalq uchun xizmat qiladigan. Ya'ni millatimiz nimasini pido qilgan bo'lg'iydi bu da'voga deb o'ylab qoldim. Yana ovoz chiqyapti ayollar. Bargul Hanım siz gap qilsangiz ovoz to'xtagandek, men sizga so'zni beray. Telefonni abayq shaklda qo'ysangiz, telefonning ekrani endi o'shaldi. Siz oxirgi so'zlaringizni qiling, chunki sizlarning qilayotgan xizmatingizga men kirolmadim hozir, ya'ni vaqtimiz to'shab qoldi. Hozir bizning ifto qilishga 15 minut vaqtimiz qoldi. U muhim emas, ammo asosan 1 soat 40 minut o'tdi suhbatimizga.
Sizniki ahirki sözlerinizden dolayı halkımızga nima deysiz, muaciratdagilarga nima deysiz? Sizlarning qilgan xizmatinglar to'g'risida degan hech narsa deyishmadik. Inshaalloh musulmonlar yana bir kiyimimizga kelamiz. Merhamet. Şu lagerda bir yıl 3 ay 10 gün tuğan neme vaqtada aşağıda ne türlük ağrıqlar gördüm. Aşı lager kamerinin içinde kışqaq ağrıqlar, ılqı juqumluq ağrıqlar, tuberkulozlar, her türlük. Yani biz hiç qanday qo'rqmay bir Allah bizni saqlaydi deb aş qarindoshlarimiz bilan birga bir hatta bir qaçlarımızda bir sen bunu meniki demaymiz. Hammamiz o'xshash tuzib qo'yamiz, 40gacha jumaslar ashula yana ayaklarga shu bir taqsida biz hammamiz tamoqni yedik. Hozir mana buni koronavirus deb bir virus chiqdi. Hozir agar bir odam o'sha juqib ketsa, u necha odamga juqib bu yoqda nima bo'lib ketadi, uni hech kim biz bilmaymiz. Hamiz qirilib ketsa, uni bilmaymiz. Hozir bu vaziyatda şunun ben çok enfeymen aşık virüs çıkıplı kası bir adamga u yoqdan yo'q bo'ldi deb shuni bildirayman. O'sha men herkes o'kinmayman deyman, ashaqda yatqanimga, ashaqda tuğunimga, o'sha ne bilimlik, o'sha o'qigan qizlar bilan yatdim. Men Uyg'urlar orasida ashunday o'qigan, ashunday bilimli, yaqinli qizlar bor deb o'ylamagan. Biroq ashaq qizlar bilan birga tudim. Hammamiz o'xshash ne boy qizlar bilan ashaqasiz degandek ne millioner qizlar o'xshashlar. Hammamiz seriq kiyimda. Bir mo'ma. O'sha yeydigimiz bir mo'ma. Mashhadini yana uni talishimizga bo'ladi deymizga. Endi İnşallah Allah saklasın. Allah saklasın. Xitoy bizni yo'qotib o'tishni kallasiga taqidi. Nurbekirdek Uyg'ur xalqiga ziyonkashlik qilgan insonlarni Xitoy oxirgi nuqtaga kelganda Uyg'urni biz yo'qotamiz deganda balki ular qarshilik qilgan bo'lishi mumkin u munofiqlarchi. Munofiq bo'lsin, yo'q mening millatimni men uni yo'q deyman degan bo'lishi mumkinki uni yo'qotib o'tdi, turmaga oldi. Yana Xitoy bizni butunlay yo'qotmoqchi bir yerda kelib qoldi-da hozir. Mayli virus bilan bo'lsin, bu virus chiqsin, chiqmasin, Uyg'urning taqdirini Xitoy yana Uyg'urni biz yo'qotmasak bo'lmaydi degan narsani nimasiga xetiga yozib qo'ygan. Shuning uchun ham butun nima Allohimizga qoldi tavakkul. Ammo bizning bu yerda qabul qilayotgan narsamiz Alloh bizni xizmat qil dedi. Mo'minlar Allohga tavakkul qilsin degani ishni qilib Allohga tashlasin, g'alabani men beraman dedi. Alloh taolo g'alabani beradi. Buning uchun biz ish qilishimiz kerak, biz xizmat qilishimiz kerak. Shunda bo'lganda inshaalloh Alloh ularni qutqizib qoladi inshaalloh. Ümidimiz şu. Hem de sizden sorsam ahirki sualın. Hem de bunu bir yer depjudağın gitmemez ama kıyınçılık tikenlikinizi ben anlap kaldım. Kıyınçılık var mı? Bizden Uygurlarımız iyi çıkıvatamdı. Türkiye'de mi hazır mısınız? Hazır mı? Ben Türkiye'de İstanbul'da Sataköy'de. Yani men bilmey başka yerga davlat ketib qolmagan bo'lsangiz, chunki kurashmaga uzun bo'lib ketdi. O'zingizning shaxsiy dardini anglab boqaylik. Bizning bu studiyamiz cho'qimlam siyosat so'zlaydigan yoki cho'qimla undaq bir ya emas bu. Bu qarindoshlar bilan mo'ngdishadigan, almon bo'ldigan, qiyinchiliklarimizni hal qiladigan, faoliyat qiladigan bir organ bu-chu. Buning uchun qiyinchiligingiz bo'lsa, uni o'tirib qo'ying. Çünkü ben sizin bugünkü telefonunuz şarıldap, abay qaytib olib, men resmen nim qildim. Men qilsam bo'ldi yordamni, boshqalar qilsin bo'ldi, muhim emas. Ama cho'qim sizlardek aktivistlarni sizning har qatim televizorga chiqib, videolarga chiqib, boshqa chiqib so'zlayotganingizni men ko'ryapman, har qatim yig'laysiz. Chunki har qatim desa bu narsani odam nihoyat cho'ng ziyon chiqaydi psixikasi. Pek azoblanadi. Çok bedel töletisizler işini kılıp. Çünkü sizin sözünüzden anlayın. Ahirki sözleriniz. Yani bir kıtım programı kılıp olacak. Ben bu seferler bir yerlerde bu üzerine derdimle de şükürkemedim. Tüm dünyadaki Uygur kıyımdaşlarımdan Allah razı olsun. Her daim ahvalımını sonra
telefon qilib turardim. Allah razı olsun. Men aziz Uyghur milletimden ben razıyım. Rahmet. Allah razı olsun. Ben hayatımda ahırı turmuş yolda davamı sürmen. Rahmet Allah. Allah razı olsun. Şundaqdımı sizlerdek aktiflerimizni yölüşimiz, destek berişimiz, teselli berişimiz, telefon qilib turishimiz, iqtisodiy jihatdan, moddiy ma'naviy jihatdan her türlük yölüşimiz lazım. Çünkü insanda bu yardım ihtiyaçlık tarafı ya fakir olur ya miskin boludu. Miskinler hiç kimge demeydi, diyemeydi sizge okşaş. Endi vaqt az keldik netsen degim keldi. Endi men dedim yaşlığım mekanaydı, nimishga deseniz endi tajavuz deydi, onu deydi. Biz işimiz ötkendik ki günden belki unutmaymış şunu çünkü artık. Sizlerde qarindoshlarimizni bütün dünyadagi Uyg'urlar unutib qolmasligimiz, yordamchi bo'lib turishimiz. Siz degil unutmadingiz, ammo abay gapning qisqasi Uyg'urlar unutib qolmayli qarindoshlar. Aktiv qarindoshlarimizni yo'layli, telefon qilayli, ahvolini so'rayli. Qanday telefon ishlatyapsiz? So'rayli. Bu tashviqotchilarga her narsa lazım, saymal lazım, telefon lazım. Şu qulqingiz sağan narsani abay shu xalqimizga mush dardni anlatamiz deb ibay aldingiz, beamal qilib. Allah razı olsun sizdan. Shunchalik deyaleymi, boshqanda yalvorib yig'lab qaqshashning o'rni yo'q bu millatga. Va so'zni Allah razı olsun. Sizlarning xizmat to'g'risida Alloh xohlasa oldimiz zamonlarda yana bir programma qilayli. Shu vaqtda qolgan so'zlaringizni qilsangiz yaxshi bo'lamdi ekan, Gulbar xonim. Bo'lamda? O Xitoyning taktikasi bir kunga o'xshamaydi. Bir yil 3 ay 10 kun turibdi. Men shu kuniga desam tugamaydi. Necha yil desam ularning qilgan zulmlari tugamaydi. Necha yil desam bir meniki emas, aşağı yana bir keldi qo'yimishim, onu deydi. Yana bir keldi, onu deydi. Aşağı hammasini ko'zimni ko'rdik. Bu herkes tugamaydi. Biz mesqib turimiz, hatta ba'zi gaplarni qo'llashtirib ololmay qolasiz. Ya'ni shuni o'ylagan so'zni da'vatgan vaqtida psixikimizga shu narsa kelib oladi. Kelib olgandan keyin odam tamtiraydi, gapini xato gapni qiladi odam hatto. O psixikini tushunaman. Demak, Allah razı olsun, ammo bu ömrümning oxirigacha bu xizmatni qilaman dedingiz. İnşallah Allah sizin Allah'a yaragan bir tarafınız varken bu hizmetkin bazı insanların Allah tallaydı. Peygamberlerin tallagandek, ulemaların tallagandek. Şu siz bizlerini anca munca bu hizmetke tallagan gap. Bulmuş bir adam hizmet kılmayın dep mi kılanmaydı? Allah nasip kılmasa. Allah razı olsun. Kalgan sözleriniz Allah halsa aldığımız zamanla diyene Ömer Bek Ali bilen başka Zinnetgül Tursun, Zinnetgül Davut mu isimli kalmadı. Zinnetgül qarindoshimiz. Ondan başka bir qancha qarindoshlarimiz bor, müsteşrik asası xizmat qilayotgan. Sizlar kampini ko'rib chiqqan. Ondan başka ayol qarindoshlarimiz bor. Shulardan birga yana ikromga kelishga terishima. Gulbar xonim. Rahmat sizga. Allah razı olsun. Mergül xonim, sizning bu oxirgi so'zlaringizni olsam, sizningki bu xizmatlaringiz to'g'rida hech qanday gap qilinmaydi. Chunki nurg'un yerlarga berib xizmat qildinglar, ammo vaqtimiz degan yetmay qolganda qildi. Xalqimizga nima deysiz, qarindoshlarimizga nima deysiz? Sizlar nomus qilib ayol kishi bo'lgandan keyin deyamayapsizlar yoki o'zinglarni tortyapsizlar. Biz haqiqatan nihoyat bir nomus ichida biz-ku, shular uchun hech chiqib bermaganimizga. Ochiq gapingizdan bizdan nomus qildingizmi? Xafa bo'ldingizmi? Yoki xo'sh bo'ldingizmi? Nerede xo'sh bo'ldingiz, nerede xafa bo'ldingiz? Shaxsiy bir ichingizdan chiqqan bir samimiyatni anlamamız bu shu programma oxirida. Da men endi hozir hamma Uyg'urlarimdan razı, dunyo oxirat razı. Ularning qilgan xizmatlarimga ko'p rahmat, men nurg'un yordamlarni qildi.
dastlabki mentaliy jihatdan bekçi zarbiga uchraganga Xitoydan o'zimning davlatida, o'zimning yurtida bir mushuncha xo'rlik tatib ketibdimi deb Amerikaga kelib qilgandan keyin bu yerdagi yana ba'zi Uyg'urlarning xarlashlariga, ba'zi Uyg'urlarning tahdidlariga, yana ba'zi Uyg'urlarning tillashlariga, hatto yolg'ondan Xitoyning jasus bo'lib keldi degan gaplarini yuzimga deganliklardan shunchalik açıqlanğandım. Belki g'azablangandim. Hatto men Uyg'ur emas bo'ldi. Men bu yerga kelsam, men Amerikaga chet eldagi Uyg'urlar uchun so'zlamayapman. Vatanda men bilan birga lagerda gunohsiz o'lib ketgan shu ayollar, gunohsiz qolgan shu Uyg'urlar uchun so'zlayapman. Deb ashliq degan gaplarim bo'lgan. Hatta nurg'un musulmon qarindoshlarimizga arab, nurg'un musulmon qarindoshlarimizga berib, o'zimizning holini aytgan vaqtimizda yuzimga sizlar ömeməz, sizlar İslamda çiң emas, sizlarning gunohinglar ko'p bo'lg'ashqa shunday kunni tortyapsizlar deganlikdan bo'ldi, men musulmonman demayman, men musulmonlik da'vosi qilmadim deb yog'liqimni avatgan vaqtim bo'lgan. Hatto Mike Pompeo bilan ko'rishgan vaqtimdami, men bu yerga men musulmonlik da'vosi qilib kelmadim. Men Uyg'urningki mustaqillik da'vosini qilib keldim. Men millatimni, vatanimni deb keldim deb to'pib kiyib kirgandim. Shuningdan keyin bu yerda men bo'lgan nurg'un besimlar bo'ldi. Lekin nurg'un yog'liqni avatibdi degan tilaqaratlar bo'ldi. Lekin dadimni o'zim bildim. Shu yog'liqlar bilan chiqqan vaqtim torlarda miya taralgan degan Xitoylarninki shunchaki oqimdan necha marketlarga kirgan supermarketlarga. Undaq bo'lgan ekan balamni aqchib ketaman, chunki men yolg'iz chiqaman. Men bilan balamni beqishib turadigan odam yo'q. Ikki balam yonimda. O'g'limning kesi shunchaki yaxshi emas. Oğlum kişisi tınanmaydı azma bo'lgandan keyin ziqqa kesili bor o'g'limning chu kanayni hozir operatsiya qildi lekin hozir nafas xili yaxshi kechasi yanchi sumamisim 2 kunda bir qatam men oksigen sumirdi kechasi 2 soatda bir qopman qo'pqandan keyin mening o'ng qo'lim olmaydi o'ng qo'lim men Xitoy urib nima qilgan ekan hozir bu qana qilgan bo'lib qoldi-chu bu o'ng qo'limdan buni operatsiya qilamiz deganda inshaalloh Alloh taolo buning savobini berar keyin chiqilaman hozir Oğlum anlığandan keyin çoxum muş o'ng tarafimni besib yetman chunki balam yig'lasa anglamay qolamman deb. Aslında ahvolda shunday qiynalib turibmi yana qildigan ishlarni vatanning qildigan ishlarni qildim. Ba'zan xarlagan chetga qoqqan gaplarni oldim lekin men uningga hargiz norozilik bildirmayman. Ularni kechirib o'tdim. Ularningmi bizning hozir ön bo'lishimizni chaqirman. Vatan uchun har birisimiz mening tuqqanim batdi, mening akam batdi, ularni bir narsa qildi, men chiqsam deydiganlar bor. To'g'ri, men onamni, dadamni, akamni, singlimni va yo'ldoshimni va balamni yo'qotdim. O'ylarimni, hamma narsamni yo'qotdim. Shundaqdimi men mangu qolmayman. Men Amerikaga yangi chiqqanda o'zim qasam bergan. Xitoylarning meni o'ldirib o'tmaganiga pushaymon qildirib o'tdim. Men mangu to'xtab qolmayman deb ashtaq degandim. Bunu anlagan nurg'un Uyg'ur qarindoshlarimiz bor. Shunga hali to'xtab qolmayman, mangu qilaman inshaalloh. Jinimning oxirgacha ham ballalarim men qilmasam ballalarim qildi va toki vatanimiz ozod bo'lgan qadar. Shunga boshqa Uyg'urlarningki o'zaro yordam berib qilmasaqmi, ko'krak kirib chiqolmasaqmi, chiqqanlarni qo'llab berishni umid qilaman. İttifaq bo'lsa ekan. Shu faqat mening deydiganim. Allah razı olsun. Abay programınınki aldı da sizin kızınız ne? Oğlunuz mu kızınız mı? İşkiran'da köygen dedim. Oğlum kızım işkilisi var. İşkilisi İşkiran'dan kaçıp gitti. Eğer halısınız şu ulanı bir köreyle eğer halımsınız meyle. Elin Muaz Haykın ablam Assalamualaikum dada dapmiya dadashba anashba Assalamualaikum dada ana dangla Elina meklam kızım Meklam Assalamualaikum dada ana dangla Bu benim oğlum Muaz Oğlumga Kayrat tug'ilganlik uchun Muaz radhiyallohuning ismini qo'ygan. Maşallah. Kızım Elina. Maşallah. Allah razı olsun. Kaçıp durmadı da bizden. Hicil bo'ldi. Assalomu alaykum dana bolam.
Oldu mayli. Ekranda biraz küçük balla tatınıp kaldı. Allah razı olsun. Bugün sizlerning xizmatinglar to'g'risida to'xtalaylik deb bu temani tashviqotdagi ayollarning roli deb nima qilgan, ammo uni yagim kelib qololmadik chunki bu debni anglasak necha ay anglag'idek deblarimiz bor ekan. Tügümeydi ekan so'zsak. Gülbahar adam degandek mening nurg'un ağlagan, kampada kögen, qiynalgan, aç tuturması yetip çıkan ilk ayolning o'lgani oldi. Ashlarni shu hammani so'zligim bor, ammo so'zsam yillarcha tugmaydigan gaplar ekan. Shuni qisqartib mushtaq dedik. Endi yig'ib esa qarasam vatandagilarning holi bek ig'ir, bek ig'ir. 3 yil jarayonda ko'migan yezlar, ota-onamning urtuqlarining hatta ballarının ko'rayotgan ahvoli bizning o'zimizning tilini o'zimiz so'zlayolmay hatta o'yladi. O'zimiz ma go'sht hatta go'sht yesakmi, qo'y go'shtimi, kal go'shtimi deb so'rayolmaymiz. Go'shtlarni sotadi, go'shtlarni taqib berdi, haftada bir qatam o'ylarga 2-3 kilodan. Cho'shqi go'sht ekan deydi, ammo cho'qim yeyishimiz kerak. Ash uyga kirgan, xizmatga tushgan kadrlar deydi, xizmat tushgan 2 haftada bir ilqima uyda başqa noilalardan, başqa shaharlardan akaganlarga Xitoylar ishda qunidi bizlar bilan birga uyda. Ashlar bilan birga tomoqlarni etib yeymiz. 5 vaqt namoz o'qiydigan bechora dadam amal yo'q, ko'z oldimda necha qatam aroq ichdi, go'r yig'lab ketdi. Bizga amal yo'q. Ashda qilatdi. Ata baladan urug' tuqqan bir-birisini ta'chab bo'lmaydigan, tandigan ish qandaq sharmay haya bo'lmaydigan qilatdi Xitoylar vatandagilarni. Butun umidi bizda qoldi. Allah sabır bersin. İnşallah aldığımız zamanlarda yana bir ekranga kelsanglar xursand bo'lamiz. Xizmatlarni qanday qilish to'g'risida, qanday xizmat qilamiz, ayollar qanday gapinglar bor, qanday qilishimiz kerak degan masalalarni yanlam sizlar jiq tajribalarni boshdan o'tkazdinglar. Shuning uchun yana bir qatimliq ekranda inshaalloh yana qolgan so'zlarimizni deyishsak yaxshi bo'lamdiki. Oldu maqozak. Biz marmaydan qo'yib o'tay. Bo'ladi. Alloh'a emanet. Bo'ladi. Rahmat sizlarga. Alloh razı olsun. Alloh'a emanet. Alloh'a emanet etamiz. Aziz muhtarlar. Bu qitimli programmamiz müşahara yaklaşıp dursa inşallah aldığımız zamanlarda yana programmalar arqali sizlarga yuz ko'rishimiz maqsadimiz. Bu muhaciratga bütün Uyg'ur qarindoshlarimizni uyg'otish, shu kamplardagi millionlarcha qarindoshlarimizni unutib qolmaslik, xizmat qilish, qo'lga chiqqidek, otga chiqqidek, natijasi bo'lg'idek shaklda xizmatlarni qilish. Başka bir maqsadimiz yo'q. İnşallah meydan birlikte, beraberlikte. Ve bu mübarek ayda Allah'a jiq tilinib, Allah'a jiq dua qilib, kechaları tahajjudlarimizda, taravih namozlarimizda Allah'a dua qilib, shu vatanimizdagi shu mazlum xalqninki umidini oqlig'idek darajada shu xalqimizni qutqazg'idek darajada bir xizmat qilishga, melimiz bilan, jinimiz bilan otilishga Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Alloh pat fursatda shu qarindoshlarimizni, mazlum xalqimizni qutqazishga Allah Teala nasip etsin. Yani bir qatim programımızda görüşkiş aman bulunma. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.